Qayta qurish yillari. Yurtimizdagi turli millatlar iymonning mohiyatini anglashga intilgan, o'zining dini bilan tanishish uchun ilk qadam tashlagan davr bo'ldi. Har bir xayrli ishning asosida niyat, ixlos va ilm yotadi. Ishni ilmdan boshlash kerakligini his qilgan insonlar ilmni yoyish harakatida bo'lishdi. Chunki maqsadga yetkazuvchi asosiy vosita ilm edi. Yo'lni yorituvchi mayoq ilm edi. Qur'on va sunnatni o'rganib amal qilish uchun, islomiy ma'rifat taratish uchun, solih salaflarga, ulug' mujtahidlarga ergashish uchun, bag'rikenglik va birodarlik ruhini tarqatish uchun, diniy savodsizlikni tugatish, ixtiloflarga barham berish uchun ilm kerak edi. Ilmni yoyishning asosiy yo'li esa kitob yozish, chop etish, tarqatish edi. Lekin bu o'sha davr uchun mushkul ish edi. Vaqtiga qaytartirgan bo'lsak, Sovet Ittifoqida, O'zbekistonda xususiy nashr degan narsa yo'q edi. Shuning uchun birov tushunmasda ham texnika ham deyarli yo'q edi. Shularni hammasini yangi boshlaganimizda juda qiyinchilik bilan bo'lgan. 90-yillarda jurnal, Muslim jurnalida ishlardik. O'sha paytlarda har xil anaqalarga firma, kichik korxona, kooperativlarga ruxsat bera boshladi. Shunda biz ham do'stlar bilan kelishdik-da, bir noshirchilik firmasini ochdik. Asosan mo'ljalladik, diniy adabiyotni chiqarishga mo'ljalladik. Shu ruxsat bo'ladi deyishdi. Shunda Qur'oni Karimni ma'lum qismi rubiyosini plakat tarzida chiqarmoqchi bo'lib tayyorlab bosmaxonaga olib borsak, ular bosmaxonada aytishdiki, bu ish uchun deyishdi, diniy idora, O'zbekiston musulmonlari idorasidan ruxsat olishingiz kerak dedi. O'sha paytda O'rta Osiyo va Qozog'iston diniy idorasi deyilardi. Shayx hazratlari Muhammad Sodiq Muhammad yerda muftiy edilar. Kelib o'sha birinchi ko'rishimiz, tanishdik va boyagi qiladigan ishlarimiz plakat katta qog'ozda ko'rsatdik. U kishi ko'rdilar, bir-ikki yordamchilarni chaqirib hammaligi ko'rishdi, juda ma'qul ko'rishdida, ruxsat berishdi. O'sha vaqtda nashriyot diniy idarada bo'lmagan, u vaqtigacha rivojlanmagan. Faqat 3 oyda bir Sovet Sharqi musulmonlari degan jurnal nashr qilinardi. U ham 3 oyda bir edi. Shundan keyin uni chiqardik, ularga olib bordik diniy idoraga. Ancha xursand bo'lib, tabriklab, shunda muftiy hazratlari, o'sha paytda muftiylar taklif qildilar. Nima ish qilasizlar shunaqa? Shohamiz shu bosmaxona redaksiyada ishlaymiz. Shu xalqqa xizmat qilish uchun diniy adabiyot shunaqalar chiqarmoqchidik. Shunda u kishi aytdilarki, shu biz ham shu yerda nashriyot qilsak, shu yoqqa kelib yordam bersanglar qanaqa bo'ladi deb taklif qildilar. Keyin o'ylab ko'rib rozilik berdik. O'shanda birinchi tanishdik. Keyin shu O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlar idorasi qoshida bir kichkina bo'lim, nashriyot bo'limi ochdik. Rahbar Muhammad Amin edilar, ukalari, biz u kishiga yordamchi bo'lib qoldik. Yana bir og'aynimiz Abdulboqi, u ham badiiy redaktor, sohada yaxshi biladi bosmaxonani. Birinchi chiqargan kitobimiz Shamoil Muhammadiyni chiqardik. 50 ming nusxada. Endi u paytda hali dadgohlar, kompyuterlar yo'q edi, 90-yilda yo'q. Uni mashinkada arabcha terib, uni o'sha standart razmerga olib kelib, ancha xuddi ninaman, xuddi qazganman baravar tayyorlab, lekin amallab chiqardik. Birinchi kitobimiz shu. Kengashimiz bor edi, kelishdik-da. Hozir xalqqa ko'proq muallimi soniy kerak deyishdi. Keyin muallimi soniy Toshkentda bir-ikki bosmaxonalarga bordik. Hali ular anaqa qilishdi, qabul qilish olmadi. Ruxsat yo'q deb qo'rqishdi. Keyin Sverdirovskiyda borib zakaz qildik. Muallimi soniyni Sverdirovskiyda shu birinchi anaqa zakazimiz 950 ming, sal kam 1 million ekzemplyar shu yerdan zakaz qilib olib keldik.
ancha arzon edi. Payda 70lik shunaqalarga tushdi. Ular ham arzonga qilib berishdi. Olib kelib tarqatdik. Keyin Qur'oni Karim xatya qismini Moskvada o'zim bordim. Shu yerda 5 mingta bostirib keldik. Diniy adabiyotga bo'lgan ehtiyoj hozirgiga singari juda ham kuchli edi. Lekin diniy adabiyotga ruxsat degan narsani o'zi yo'q edi. Bunga olish degan xayol ham, tushuncha ham yo'q edi hech kimda. Shunaqa yo'q joydan barpo qilingan narsa hisoblanadi. Shayx hazratlarining ilk kitoblari iymon deb atalgan kitob bo'lgan. Shundan boshlangan. Keyin undan keyin shoyatki taqvodor bo'lsak degan kitob chiqargan. O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy idorasining raisi muftiy Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning Tafsiri Hilol asari, Iymon hamda shoyatki taqvodor bo'lsak kitoblari diniy idora qoshidagi Mavaroun Nahr nashriyotida tayyorlanib, o'z davrining ilg'or nashriyotlari bo'lmish Cho'lpon, Kamalak nashriyotlari bilan hamkorlikda bosmadan chiqarildi. Keyinchalik bu qatorga qo'shilgan Sharq nashriyotining ham alohida o'rni bor. Sevimli adiblarimiz Erkin Malik va Murodjon Mansur bu kitoblarning chop qilinishida ko'p jonkuyarlik qilishdi. Kitoblarini biz Sharqda bosa boshladik. O'tda men kitobni chop etish jarayoni bilan shug'ullanardim. Ana o'shanda iymon kitobini ta'lif qilib, birinchi iymon kitobini chiqarganmiz. Insonlarni birinchi iymonga keltirish kerak ekanda. Hammamiz kommunist edik. Hali o'sha iymonning butun mohiyati bilan hali biz tushunmasdik. To'g'risini aytish kerak-da, tushunmasdik. Alloh najot berib musulmonlarni baxtiga hozirgi holatga kelishga sakinatli bilan erishilgan. Bizni ziyolilarimiz, yozuvchilar dinni tushunishmasdi, bilishmasdi, hayoliga ham keltira olmasdi. Shundan boshlangan. Lekin diniy odamlarimiz, xodimlarimiz adabiyot nima, boshqa shunga o'xshagan sohalarni umuman yaqiniga borishmagandi. Shuning uchun boshlanishi juda ham qiyin bo'lgan. Ana o'sha paytda Hazratim oliy ma'hadga jamlaganlar, chaqirganlar. Tohir hammaga shu qalbi ilmga moyil bo'lgan yozuvchi shoirlarni Tohir Malik ro'yxat qilib chaqirgan. Bu 18-20 ga yaqin odam yig'ilib borganmiz qiziqib. Salovat bilan kirib kelganlar, yuzlarida, ko'zlarida samimiyat. Shunda aytdilarki, sizlar shu O'zbekiston SSR deyiladi paytda O'zbekiston jamiyatini oldinida chiroq ko'tarib yuruvchisizlar. Sizlarga qarab jamiyat o'zgaradi deganlar. O'sha paytda qayta qurish davri, jamiyat o'zgarayotgan payti, butun dunyo o'zgarayotgan payt. Shunday bo'lgandan keyin sizlar Al-Buxoriy hazratlarini faqat ismini bilasizlar. Lekin ular haqida hech narsa bilmaysizlar. Termizini eshitmagansizlar. Farg'onani eshitgansizlar, lekin bilmaysizlar. Beruniy va hokazo olimlari nomlarini bilasizlar, lekin ular aslida kim bo'lganini bilmaysizlar. Bu insonlarni xalqimizga, ommaga yetkazish kerak kimligini, xalq kimning farzandlari ekanligini, ularning qonida kimlarning qoni oqayotganligini xalq bilish kerak. Uni sizlar yetkazishinglar kerak degan gaplarni aytib turib, o'sha darslarida shu ulug' insonlar haqida bizga dars o'tardilar. Ularning hayot yo'llarini, o'sha hofizi Qur'on bo'lganlari va boshqa hammani aytardilar. Biz ularni aytganlarini yozib olib, chista yozib olardikda, ulardan olgan bilimni gazetada, jurnalda, televideniyada, radioda, u paytlar radioda ishlardi. Radioda e'lon qilardi. Afsuski, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining yurtdan ketishga majbur bo'lishlari ko'plab xayrli ishlar qatori diniy adabiyot sohasiga ham salbiy ta'sir ko'rsatdi. Shayx hazratlari vatanga qaytgunlaricha mintaqada diniy adabiyot yo'nalishida
hech qanday o'zgarish bo'lmadi. O'tgan asrning so'nggi 10 yilida nafaqat O'zbekistonda, balki butun mintaqada diniy adabiyot qattiq uyquga ketdi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Shunaqa paytlarda sabr qilardi. Sabr qilib, sabr bilan, ya'ni ma'rifat bilan yengardi. Tafsiri halolning ilk yozish tarixlari taqsirni yozaverib qo'llarida ruchka ushlaganligi uchun qo'llari ishib qo'yadi. Shu darajada qiynalib ijtihodga. Bu yana savolni ichida aytib o'tdi, hijrat vaqtida bitta xonaga kirib olib, xuddi haligi dunyodan ajragan odamdek o'zlari mustaqil ish qiladi. Shuning uchun ham qisqa muddat ichida 150 dan oshiq asarni dunyoga kelishiga sabab bo'lgan. O'zi Shayx Hazratni niyatlari shunaqa edi, avvalo tafsirdan boshlanadi, undan keyin hadis, undan keyin fiqh, undan keyin deb shu niyat bilan boshlangan. Shu birinchisi muvaffaqiyatli bo'lgandan keyin ikkinchi narsa hadis bo'lgancha hadisdan boshlaganmiz. Tong saharda 3-4gacha taqsir kunlik rejasini, o'sha kunlik reja 10 varaq 14 varaq qo'lda yozardi, shuni yozib bitkazardi. Keyin dunyoning ishlari bilan mashg'ul bo'lardi. Insoniyat qadimdan najotni manfaatli ilmlardan izlagan. Manfaatli ilmning eng birinchi manbai esa Qur'oni Karimdir, ilohiy ko'rsatmalardir. Ushbu bebaho boylikdan uzoq yillar mosuvo bo'lgan xalq uchun Shayx hazratlarining vatanga qaytishlari qorong'u tun zulmatidan keyingi yorqin tong otishi bo'ldi. 2000-yillardan keyin diniy adabiyot sohasida uyg'onish davri boshlandi. O'sha paytdagi sharoitdan kelib chiqib, diniy adabiyotlar chegaralangan davlat tasarrufidagi nashriyotlarda chop qilinardi. Shu nuqtai nazardan o'sha paytda eng munosibi deb Sharq nashriyoti bilan hamkorlik qildik. Hadis va hayot bilan tafsiri hilol. O'sha kitoblarni juda ko'p sevib o'qib, ish jarayonida o'qib kirishib ketardim-da, ish ham qolib ketardi. Shu Sharq nashriyotimizda bir paytlarida rus adabiyotlari chiqmay qo'yganida rus redaktorlari tarqatib yuborildi. Hazratlarning kitoblari chiqa boshlaganda uni ruschaga ham o'giraylik deyishdi. Shunda keyin yana qaytadan yig'ildi-da, o'sha redaktorlarni, korrektorni, musahhih, muharrir deyiladi. O'shalarni hammasini o'zlari nima qilib gaplashib, shunda keyin yana shu rus redaksiyasi muharrirlar ish faoliyatini boshlashdi. Din masalalarida hosil bo'lgan muammolar sobiq Sovet ittifoqi davrida yashab, biz bilan shu hamnafas bo'lgan boshqa millat, boshqa yurtdagi musulmon birodarlarimizda ham kuzatilgan. Hazratni bu yerda o'sha qo'llagan asarlari qanchalik jamiyatga ta'sir etganligini, manfaat keltirayotganligini ko'rib bilib, ular ham xuddi shunday asarlar ularda bo'lishini ham juda xohlagan va shu istak asosida Hazratga murojaat qilishgan. Hazrat ham o'z asarlarini rus tiliga tarjima qilishga qaror qilganlar. Iymon, vasatiya hayot yo'li hamda hadis va hayot turkumining dastlabki juzlari Hazratning rus tiliga tarjima qilingan birinchi kitoblari bo'ldi. Nega rus tili? Chunki o'sha biz yashab o'tgan sobiq ittifoq yurtida rus tili asosiy umumxalq muloqot tili bo'lgan. Shuning uchun Hazratning asarlarini rus tiliga ham tarjima qilish ishlari jadal qilib yo'lga qo'yildi. Rus tiliga tarjima qilingan kitoblarimiz Hadis va hayotning bir nechta juzlari kiradi uning ichiga. Vasatiya hayot yo'li kabi kitoblar ham chop bo'lgan. Hazratning asarlari, aqidaviy, fiqhiy mavzudagi kitoblarni tarjima qilish ishi oson kechmagan. Bu ishni amalga oshirishda bir talay muammolarga biz duch keldik. Eng asosiy muammo bu rus tilining o'zi islomiy matnlar uchun, islomiy istilohlar uchun qanchagina qoloq ekanligiga ham guvoh bo'ldik. Rus tili qachondir ham o'zida ichida diniy istilohlari bo'lgani bilan ma'lum bir dahriylik kommunistik tuzum davrida undagi barcha diniy ma'noga ega bo'lgan so'zlar eskilik
sarqiti, eskirgan so'z deb lug'atdan olib tashlangan. Ikkinchidan, rus tilida hatto juda bir oddiy bo'lgan, keng ommabop bo'lgan diniy arabiy matnlar tarjima qilinmagan va shu bilan birgalikda rus tilida diniy kitoblar ta'lif qilinmagan. Muammo shu yerda. Qur'on ma'no tarjimalarini ham bo'lishini, rus tilida, ruschada bo'lishini ehtiyojini sezib, uni tarjima qilishga harakat qilishgan. Sidr degan so'zni ular nimagadir bu o'sha sahroda o'suvchi tikanlik, o'ta tikanlik va xushbo'y qiladigan bir butaning nomi bo'lsa, negadir buni o'sha rusiy zabon tarjimonlar lotus deb, ya'ni botqoqda o'suvchi, tikani bo'lmagan shu gul bilan tarjima qilishgan. Shunaqa tarjimalarni keltirishgan. Buruch surasi nomini bashna deyishgan. Har bir ishni boshlaganda albatta uni bir yo'rig'ini qilib, ma'lum bir qolipga solib olgan yaxshi. Shunday qilinmasa, bu ishni uzoq davom etishi qiyin bo'ladi. 2010-yillarda Sharq nashriyotida birinchi bo'lib chop qilingan. U ba'zi ma'lumotlarga qaraganda iymon kitobi orqali SNG mamlakatlarida 100 lab odamlar iymonga kelgan, ya'ni islom diniga kirgan degan ma'lumotlar ham bor. Hozirgacha ham shu kitob juda ko'p o'qiladi. O'zbekchada ham xabarlar bor. Qayta nashr bo'ladi. Hozir mana 18-chi qayta nashr chiqdi yaqinda. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining kitoblariga talab kundan kunga oshib borar, lekin Sharq nashriyoti bu kitoblarni yetkazib berishga bir o'zi ulgurmas edi. Sababi Sharq nashriyotini davlat buyurtmalarini amalga oshirish ma'nosida majburiyati bo'lganligi uchun ba'zi bir vaqtlarda bu majburiyatdan ortib boshqa kitoblarni bosishga imkoniyatlari bo'lmay qolardi. O'zimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari bilan maslahat qilgan holatda bir alohida nashriyotga, uni qoshida bosmaxonaga asos solishga qaror qilindi. Maslahatdan keyin shu mutasaddi tashkilotlarga ustozimiz o'zlari murojaat qildilar. Matbaa yo'nalishiga, ya'ni kitoblarni bosish, chop qilish masalalari bo'yicha harakatlar boshlandi. Unga ruxsat ustidan ish olib borildi. Lekin paytlarda ruxsat olish masalalari biroz murakkab edi. Oson emas edi, ancha talablar ham bor edi. Talablarga javob bergan taqdiringizda ham bargan ruxsat olish masalasida oson emas edi. Cheklov bor edi, juda qiyin, ya'ni xususiy nashriyot diniy adabiyot bosishligi to'g'risida ko'pchilik bu narsani imkoniyati yo'q degan tasavvurda edi albatta. O'zi aslida ham shunaqa edi. Bizga bu nashriyotga ruxsat berilishi albatta Allohning marhamati, Allohning fazli, Allohning tavfiqi birinchi o'rinda, ikkinchisi mana shu ustozimizni tutgan yo'llari va ustozimizni ilmlari va salohiyatlariga bo'lgan ishonch g'olib kelgani deb bilaman. Albatta bunda ko'pchilik insonlarning mehnati bor. Xayrixoh insonlarni, ixlosli insonlarni qo'shgan hissasi bor. Bir kishi yo ikki kishi hal qilgan masala deb bilmayman buni, chunki bu masala o'sha paytda ko'plab muassasalar, ko'plab davlat tashkilotlari tarafidan muvofiqlashtirilishi kerak edi. Lekin ana shu tashkilotlarda xizmat qilib turgan, din, ma'rifat yo'lida xizmat qilaman degan insonlar bor ekan, ana shular hissa qo'shishdi. Qora o'tmishimiz davrida tili, dini va madaniyatidan ayrilgan xalqimiz osmonida boshiga tushgan qora kunlar tugab, yangi oy ziyo socha boshlaganining ramzi bo'lsin deya, yangi nashriyotga ham Hilol deb nom berildi. O'sha paytda hokimiyatdan ro'yxatdan o'tkaziladi. Statistika qo'mitalari bor, boshqa bor. Firma ochilishi kerak. Firma ochilishi uchun demak, uni ro'yxatdan o'tkazishingiz kerak. Unga bir nom tanlashingiz kerak bo'ladi. Endi shu katta orzulardan bittasi Hilol degan nom edi. Shu bir hilol olsak deb chiqqan, o'zingizlar bilasizlar, tafsiriy hilol bor, o'ziga yarasha ramziy bir ma'noga ega. Hilol so'zi asli Shayx hazratlaridan chiqqan. Shu paytda keyin o'rganib qarasak, bu nom band ekan. Shayx hazratlariga aytilingandan keyin u kishi nashr-ku, yo matbaa nashriyat faoliyati. Bo'lmasam Hilol nashr bo'ladi deb taklifi berganlar. Keyin shu Hilol nashr deb turib biz ro'yxatga qo'yganimizdan keyin uni nomi shu Hilol nashr bo'lib, mana shu kungacha alhamdulillah Hilol nashr matbaa faoliyati bo'lib, hozir mana yurtimizda oldi bir nashriyot matbaalaridan biri sifatida o'zining faoliyatini davom ettiryapti. Litsenziya talablariga ko'ra nashriyotga rahbar etib, malakali, shu sohada kamida 5 yil ishlagan odam
bosh muharrir bo'lishi shart edi. Nashriyotni tashkil qilish ishlari bilan shug'ullanib yurgan Muzaffar Sattiyev bu vazifaga ko'p yillardan beri Sharq nashriyotida ishlab, Shayx hazratlarining kitoblarini chop qilishda jonbozlik qilib kelayotgan adiblardan Erkin Malikni taklif qilib, bir necha bor murojaat qildi. Bundan bir hafta, 2 hafta oldin bir tush ko'rgandim. Hazratdan bir ishora bo'lgan edi. U Muzaffar aytishi bilan o'sha ishora shunday keldi. Va hech qanday ikkilanmasam bo'ldi, boraman dedi. Muzaffar hayron o'rnidan turib ketdi. Rostdanmi? Chunki 2-3 marta oldin ham borganda, keling nima qiling, tashkilotchilik, o'shani tashkillashtirgan. Boraman dedim, lekin ishorani aytmadim. Avgust oyida keldim. Hazrat o'shaligi qadamingizga hasanot, kelganingizdan xursand bo'ldim deb kutib oldilar. Men Tohir Malik, Ahmad Tursun janoblari, Murodjon Mansurov va yana bir 8 kishi yig'ilganmiz. Hazrat 50% meni kitoblarim bosilsa, 50% mumtoz adabiyot, shariy tomondan mukammal bo'lgan badiiy adabiyot va bolalar adabiyoti bosiladi 50% deb 3 ta narsani sanagan. Meniki 100% bosim demaganlar. Qarang, nashriyot ochyaptilar. Nashriyotning egasi u kishi. Ham ochishi o'zi bo'lgani yo'q, boshqa bo'lgani yo'q. Ana o'sha paytda 50 ga 50 degan. Muhammad Amin Hazrat ukalari telefon qilib oldilar. Abdulbasit Hazrat so'rayaptilar. Aytdilarki, hozir bosmaxona Ismoiljon harakat qilishda ancha bitib qoldi. Sizni ma'qul ko'rdik, shu yerda o'zingiz yoshlarga boshchilik qilib, shuni yurg'izib bersangiz dedilar. Bajonidir endi Hazrat yetarli qanaqa yo'q deyman. Bajonidir, xo'p, qo'ldan kelgancha baholi qudrat yordam qilamiz dediki, bor kuchimizni solib, kuniga kelib, xuddi shu joyda edi. Bosmaxona kichikroq edi. Texnikalar eskiroq bo'lsa ham yarardi, ancha-muncha. Bosmaxona qilish niyati anchadan beri bo'lganligi uchun ustozimizdan vazifa olib, uskuna borasida ham ancha izlanish qilib yurgan edim. Deyarli o'zimizni ehtiyojimizni qoplaydigan uskunalar haqida xulosa ham qilib bo'lingan edi. Ruxsat chiqadigan bo'lgandan keyin tezlik bilan xalqaro ko'rgazmalarni biriga borib, mana shu uskunalarni xarid qilish to'g'risida kelishuvlar qilib qaytdim. Binoyimiz tayyor bo'lmasdan turib uskunalar kelishga boshladi. Ba'zi bir katta uskunalarni bino ta'miri jarayonida qo'yiladi. Buni bosmaxonachilar yaxshi bilishadi, chunki katta hajmda bo'lganligi uchun hali bino to'liq bo'lmasdan turib olib kirib olinadi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari muftiylik davrlaridayoq xalqimizga payg'ambarimiz alayhissalomning muborak hadislari to'plamini yetkazishni niyat qilib, bu xayrli ishda xizmat qiladigan bir qancha shogirdlarini ham oldindan tayyorlab kelganlar. Nashriyot ochilgach, o'sha rejalarni amalga oshirish ham nasib qildi. Xalqqa bu asl hadis merosini yetkazishni niyat qilgan ekanlar. Ishni boshlash uchun Hazrat juda katta keng ko'lamli tayyorgarlik ko'rganlar. Yurtimizdagi bir katta o'quv dargohlarida o'qigan, xorijdagi haligi nufuzli madrasalarda o'qib kelgan, ko'p yillik tajribasi bor, 20 taga yaqin eng yaxshi shogirdlarni to'plab, ularga mana shu katta ish boshlanayotganlarini aytganlar. Birinchi bo'lib hammamizning faxrimiz bo'lgan hadis ilmining sultoni, buyuk ajdodimiz, bobokalonimiz Imom Buxoriy hazratlarini Jami Sahih kitoblarida boshlangan. Yuqori darajada tarjima qilishni vazifasini qo'ydilarda, mana shuni tahririga shug'ullaninglar deb bizga topshirdilar. Imom Buxoriy hazratlarini kitobi taxminan 3 yilda tahriri tugadi. 9 ta kitobning matnini shu shogirdlarga taqsimlab berib, tarjima ishini boshlaganlar. Dinimizning birinchi bosh mastari Qur'oni Karim bo'lsa, keyingi mastari hadisi shariflardir. Islom olamida e'tirof qilingan asosiy hadis to'plamlari 6 ta bo'lib, Kutubi Sitta deb ataladi.
Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari boshchiligida ana shu kutubi sitta hamda yana 3 ta mashhur hadis to'plamini o'zbek tiliga tarjima qilish loyihasi Oltin silsila deb ataldi. Silsila uchun maxsus andoza mumtoz hadis kitoblariga xos muqova tanlandi. Zero muqova asarning mazmuniga munosib bo'lishi kerak edi. Nashriyot xodimlari bu borada ham yuksak mahorat ko'rsatdilar. Arabistonda chiqqan kitoblarni Ismoilxon bilan ko'rdikda shu bo'rtma bizada yo'qolib ketgan edi. Eski paytda avval bo'lgan. Hamma ichlari bosmaxona yaxshi bor. Ustiga hali unaqa chet ellik kitoblarni ko'rdik. O'sha darajaga hal qilmaganmiz-ku, lekin yangi qilamiz dedim bemalol. Qolipini tayyorlash kerak. U sanoqli odam qiladi kompyuterda, chet el, yapon, nemis anaqalarida, dargohlarda. Oltin silsilada dekorativizm ko'proq ishlatilgan, arab naqshlari ishlatilgan va rangda ham bu yerda 2 xil qo'shimcha rang bilan ishlangan. U paytda kitoblarni xalqaro andozalarga mos qilib, yuqori sifatli chop qila oladigan bosmaxonalar juda kam edi. Sharq nashriyoti va davlat tasarrufidagi yana bir nechta bosmaxona bor edi xolos. Hilol nashriyotida ilk chop qilingan kitob Oltin silsila turkumining 1-to'plami Sahihul Buxoriy asarining 1-juzi bo'ldi. Bu kitob nafaqat matbaa, balki muqovachilik sohasida ham yurtimiz uchun katta yangilik bo'ldi. Birinchi betni o'zini zar qog'oz bosdik, sovuq bosma bosdik. Undan keyin issiq bosma bosdik. Undan keyin kongrev oxir 4-chi. Demak, birinchi betni o'zi 4 ta bosildi. Orqa bet alohida 4 ta bosildi. Qarashok 4 ta demak hisoblay. 12 marta bitta kitob bosirdik. Mo'ljalimiz bo'ldi. Yaxshi ish qilib harakatimiz bekorga bo'lgani yo'q. 2010-yilning boshlarida birinchi kitob Imom Buxoriyni sahihlarini 1-juzi Oltin silsila turkumini 1-kitobi bosmaxona tilida Signal deydi. Signal nusxasi 1-nusxasi chop qilingandi. Shu nusxani ko'tarib ustozimiz Oltin silsila doirasidagi shogirdlari va boshqa shogirdlari bilan birgalikda Samarqandga Imom Buxoriy rahmatullohi alayhni oxirgi qo'nim topgan joylariga ziyoratga bordik. Ana shu ziyoratgohni yonidagi masjidda Oltin silsila Sahih Buxoriyni 1-juzini ustozimiz o'zlari xalqimizga taqdim qildilar. Bizi bolalar o'rinda harakat qilishdi, topishdi, turli shaharlarga borishdi, kelishdi, ustalar bilan gaplashishdi. Oxiri mana juda bir go'zal tarzda muqovani qilishdi. Hatto ishlarida ham demak o'sha nimalarni qilib, mana shu oltin silsila ekanligini belgilovchi ishoralarni boshqalarni qo'yishdi. Matnlarni ham go'zal tarzda demak yo'lga qo'yishdi. Dining uchun, diyonat uchun, mo'min musulmonlar uchun, ilm ma'rifat uchun, Nabiyin Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hadislari uchun qilgan xizmatlarini o'zlariga hamroh aylagan. Endi menga ochig'i juda bir qattiq ta'sir qilgan joyi shu bo'ldiki, o'sha Imom Buxoriy haqlarida gapirib, ketidan duo qilib turgan paytlarida ko'zlariga yosh keldi. Imom Buxoriy hazratlari sizni mana asrlar osha nabiralaringiz sizni o'zingizni ona yurtingizda, o'zingizni ona tilingizda, o'zingizni ijodingizni, o'zingizni faoliyatingizni taqdim qilishyapti deb turib aytgan gaplari men uchun juda bir qattiq ta'sir qilgan. Haqiqatda agar uni qilingan ishi mazmun mohiyatiga e'tibor beriladigan bo'lsa, menimcha haligacha biz uni anglab to'liq tushunib yetganimiz yo'q hali ham deb o'ylayman. Alloh buyuk bobolarimiz Imom Buxoriy, Imom Tirmiziy, Imom Nasa'iy, Imom Dorimiy Samarqandiy, Ibn Hibban Samarqandiy, Imom Muslim, Abu Dovud va boshqa azizlarimiz hammalarini ulug' bir ishlarini barakotli qilgansan. Ularning nabiralari bugun ishlarini davom ettiryapti. Bularning ishini ham Alloh o'zing barakotli qilgan, xayrotli qilgan, yaxshi bo'lishini, o'zlari kutgandan samarasi mo'l ko'l bo'lishini, elimizga em bo'lishini, manfaat bo'lishini nasib etgan. 2010-yili Hilol nashr Adliya vazirligining ro'yxatidan o'tdi. 2011-yilda esa noshirlik va matbaa litsenziyalarini oldi. Bu paytda Shayx Hazrat boshchiligida uzoq yillardan beri rejalashtirib yurilgan Oltin silsila loyihasi
tegishli davlat idoralariga taqdim etilgan edi. Nashriyot to'liq ishga tushgach, ushbu akademik loyihani chop qilishga ham rasmiy ruxsat olindi. Kitob matbaachilik unaqa rivojlanmagan yoki orqaga qaytib qolgan payt edi. Oltin silsila Sahih Buxoriy birinchi juzimiz bir nechta musobaqalarda yuqori daraja o'rinlar olgan. Eng yaxshi kitob, ya'ni texnologiya tomonidan ishlab chiqarish sifati, o'sha tomondan shakllari. Ya'ni bir marta eng zo'r muqova degan haqida birinchi o'rinni olgan. O'zbekistonda qancha bosmaxonalar bor? O'zbekiston eng katta, G'ofur G'ulom, o'qituvchi eng katta Sharq nashriyotlar 100 yil bo'lib qolgan. Shunchadan bir ishlaydi. Muqovani ko'rib ikkilanib qolishdi. Shayx hazratlari arab mamlakatlarida etpetda muqovani bostirib kelgan bo'lsalar kerak degan fikrga ham borishdi. Keyin menga matbuot agentligini o'sha paytdagi rahbar o'rinbosari telefon qildida, "Hoji aka, bitta ikkita odamlar bormoqchi edi sharishlarga, u konsultatsiya qilib bekitmaysiz, ko'rsatasizmi deb bemalol kelaverdi. Bir kun shu ishimiz jarayoni hammasini ko'rishdi. Shu yerda katta bosmaxonalar bizdan o'rganib ketishdi degan bo'ladi. Oltin silsila turkumining birinchi kitobi nashr uchun berilgan ruxsatga ko'ra chop qilindi. Boshqa kitoblarga hali ruxsat olinmagani uchun ishlar yana bir muddat to'xtab qoldi. 2013-yilga kelganda ayrim litsenziya faoliyatlariga kenglik berib olindi. Ya'ni muddatsiz qilib qo'yildi-da. Diniy mazmundagi masalan adabiyotlarni chop etish degan yo'nalishi bo'lishi kerak edi. Shunga ruxsat bo'lmas edi o'sha paytda. O'zimizda chop etilishi boshlangandan keyin biz taqdim qildik. Matbuot O'zbekiston Matbuot va axborot agentligiga diniy qo'mitadan borib ruxsat olib kelsanglar, shuni qo'shib beramiz deydi o'sha paytda. Diniy qo'mitaga murojaat qilamiz, biz vakolatimiz emas. Matbuot va axborot agentligining vakolatida bu ular aytishadiki, ulardan bir xulosa bo'lish kerak deydi. Xullas kalom, orada bir muddat o'tdi, yaxshigina muddat o'tdi. Shu jarayonlar davom etib, keyin Alloh taqdir qilib, oxiri diniy qo'mita shunaqa bir xulosa berdiki, ya'ni Hilol nashriyot matbaasida Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf qalamiga mansub bo'lgan adabiyotlarni, diniy mazmundagi adabiyotlarni chop etilishiga qarshilik bildirmaydi deb yozib berdi. Shu bilan keyin uni biz komissiyaga taqdim qilgan paytimizda biz litsenziyaga Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf deb yoza olmaymiz-ku. Bo'lish kerak-ku deyilganda keyin oxiri mana shu imkoniyat bor ekan deb turib berganmiz. Shunaqa bo'lganki, litsenziyaga qarasak, oradan bir 5 kun o'tgandan keyin hamma yo'nalishlarni yozib turib, keyin Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf qalamiga mansub adabiyotlar deb otlarni litsenziyaga yozib qo'yishgan. Hozir ham shunaqa turadi litsenziya. 2013-yilda yozilib, muddatsiz ketgan shundan keyin. Bu davrda xalqimizning diniy adabiyotga, xususan Hazratning kitoblariga ehtiyoji kuchli edi. Ammo kitoblar hali kam edi. O'sha kitobni vaqtida chiqara olmay qolsak, bosmaxona ulgura olmas edi, qog'oz bo'lmas edi, tanqischilik yoki ruxsat bo'lmas edi. Shunda doim odam o'sha qayg'urish boshlaydi. Matbaaning muammosi bo'lardi yoki o'sha ruxsat bo'ladi. Ikkitasi doim bo'ladi. Ruxsat alhamdulillah chiqib qolsa, matbaada nimadir muammo bo'lib qolardi, qog'oz yetishmagan. Hozirgi holat kelguncha siz dedilar, qordamlar, men bilan hukumat vakillarini o'rtasida siz shu xizmatni qiling. Biz mana shu yozgan, chiqarmoqchi bo'lgan kitoblarni ularga yetkazib, ularda o'sha nima bizga nimalari bo'lsa, talab istaklari bo'lsa, shularni ham bajarib, oxirigacha chiroyli qilib turib kitobni chiqarsak, kitoblarni shu internetlardan foydalansak, boshqa mana bu jurnallar, gazeta, kelajakda bir fiqh akademiyasini ochamiz. Juda katta nimalari bor edi, maqsadlari bor edi. O'sha davr Din ishlari qo'mitasining raisi bo'lib ishlagan Shozim aka Minavarovga yetkazsam, biroz vaqt o'tib, xo'p, mayli maslahat qilamiz dedilarda. Keyin o'sha Hadis va hayot kitobining birinchi nusxasi, muqaddimasini berdim. Shozim aka maqsadni ko'rib, taajjublanib, ajoyib kitob ekan bu, zo'r ekan dedilarda. Muqaddimani yozib, qo'l qo'yib, qo'limga shundoq qo'l qo'yilgan xatni beryatib, Hazratga meni salomimni yetkazasiz va meni tashakkurimni yetkazasiz. Hech kim qilolmagan, ko'pchilik orzu qilgan narsani Hazrat qilyaptilar. Lekin shu bilan birgalikda yana meni omonatimda aytib qo'ying. Hazrat ochaman degan o'sha niyat, orzu, havas fiqh akademiyasi bugun mana shu xat bilan ochildi. Deb turib qo'limga xatni topshirdilar. Hilol nashr ochilganda ham
Shozim aka xuddi shu gapni aytganlar. O'sha fiqh akademiyasini vazifasini Hilol nashr inshaalloh o'taydi. O'sha paytda u kishi aytdilarki, endi meni kuchim yetmay qoldi. Men harakat qilyapman-ku, lekin ba'zi bir shunaqa nimalar bor. Endi bu narsaga masalan to'sqinlik qilayotganlar bor. Men ularni oldida nimamni qila olmayman. Garchi rais bo'lsam ham qo'mitani meni qo'limdan kelgani hozir mana shu kitobga ruxsat berish. Lekin shuni ichida shu ishni xizmatni qilinglar. 20 yil bo'lib qolibdi sohada bir faoliyat yurg'izib turganimizga. 20 yil ichida har xil holatni ko'rdik. Shundoq kirib murojaat qilinganda joyida ruxsat bo'lgan holatni ham ko'rdik. Yillar cho'zilgan holatni ham ko'rdik. Albatta shu paytdagi sharoitdan, bu narsaga mutasaddi bo'lgan odamlarni ixlosidan, ularni ya'ni Hazratga bo'lgan ishonchidan kelib chiqib har xil holatda bo'lgan. Muhtaram Shozim aka Minavarov diniy qo'mita raisi edilar. U kishiga shu kitobni ya'ni Tafsiri Hilolni 6 juzli holatda bosishga ruxsatga kirganimizda shundoq birinchi sahifasiga bosishga ruxsat deb, buni kim o'qiydi, buni kim o'qib bundan bir mulohaza topadi? Hazrat kitoblari yo'q. Shunda qo'l qo'yib berib yuborganlar. Bu necha yil shu bitta qo'lli asosida Tafsiri Hilol bosilgan. 3 yilmi, 4 yilmi, 100 mingmi, 50 mingmi, qancha adadda bosilgan, buni bir ko'rish kerak. Lekin shu kishini nimalari, Hazratni salohiyatlariga bo'lgan ishonchlari, u kishiga bo'lgan munosabatlari orqali shu daqiqalarda hal bo'lgan. Bilsanglar, xomashyo ishlari bor. Mana shu o'zi yangi boshlaganimizda shu ham katta muammo bo'lgan. Bir o'rtada o'ylaganmiz, aytib berishim kerak. Sharqqa qaytib bosib beraveramiz deb ham o'ylaganmiz-da, chunki ham ishchilarni boshqarish, ham uskunalarni haligi muammosi ishlatish, ustiga xomashyo topish. Xomashyoga hozirgacha ancha muammo so'nadi. Ayniqsa pandemiyadan keyin bir katta uzilish bo'ldi. Qog'ozlar narxi oshib ketdi, shunga nisbatan kitob narxi ham oshdi. Diniy adabiyotlar masalasi nozik masala. Men shaxsan o'zim shu sohada bo'lganligim uchun ko'pchilikka ko'rinmagan taraflarni ham bilaman. Albatta hozirgi kundagi o'rnatilgan tartib shu adabiyotlarni salomat holatda, ya'ni xalqimizga manfaatli bo'ladigan holatda chiqishi ko'zlangan. Ba'zi bir salbiy holatlar ruxsat berib yuborsa shunaqa bo'lib ketib qoladi degan tushunchali odamlar ham bor. Qanaqadir ekspertiza xulosasini berish jarayonlari kim uchundir diniy adabiyotni chiqishiga to'g'anoq bo'ladigan narsa bo'lib ko'rinishi mumkin. U diniy qo'mitani ekspertiza guruhi tarafidanmi, O'zbekiston musulmonlari idorasini ulamolar hay'ati qoshidagi bir ekspert guruh tarafidanmi, kim tarafidan bo'lsa ham nazorat qilinishi kerak. Chunki buni nazoratsiz tashlab qo'yishligi oxir oqibat katta muammolarga, fitnalarga sabab bo'lishi ehtimoli katta. Yanada soddalashtirilgan holatga keltirilsa albatta maqsadga muvofiq bo'ladi. Bugun ancha tartibga tushib qoldi. Yani oldin erkinlik berildi, yana tartibga solishga harakat boshlandi. Chunki bemalol bo'lgandan keyin, nashriyotlar soni ko'paygandan keyin xatolar ham ko'paya boshladi. O'z navbatida bunga mas'ul bo'lgan tashkilotlar bu narsani muolajasini qilish kerak. Men bu yerda ya'ni bir taraflama fikr aytmoqchi emasman. Ya'ni ekspertiza masalasi uzil-kesil shunaqa holatda bo'lish kerak yoki yana bir qanaqa boshqa fikr aytmoqchi emasman. Hammasini taroziga solib, muvozanatga keltirib, mo'tadil holatga keltirish kerak. Xatolarning ko'payishi nazoratni kuchayishiga sabab bo'ladigan narsa. Ya'ni bu narsada o'zimizning hissamiz ham bor. Xato qilmasa odam bir narsani o'rganmaydi. Bu ham tabiiy jarayon. Shuning uchun bunga bo'lgan munosabat keskin bo'lmasligi kerak. Bir mulohaza qilib, bo'lib turgan jarayonni o'rganib, keyin xulosa berilsa yaxshi bo'ladi. Xizmatchilik nuqtai nazaridan ular bilan ba'zi bir holatlarda, qanaqadir masalalarda fikrlarimiz har xil bo'lishi mumkin, lekin maqsadimiz bir deb bilaman. Shayx Hazrat boshchiligida xolis niyat, ezgu maqsad bilan ish boshlagan nashriyot jamoasi astoydil mehnat qilib, ishga ijobiy yondashdi. Sinovlarda toblanib, boy tajriba to'pladi. Hozirgi kunda nashriyotimizning mahsulotlari nafaqat yurtimizda, balki qo'shni qardosh davlatlarda, Rossiyada va butun dunyoda sotilmoqda. Dinimizning ta'limoti bayon qilingan kitoblarning chop etilishi katta xursandchilik albatta. Ammo ish shu bilan yo'lga tushib ketmaydi. Endi kitoblarni bosmaxonadan o'quvchilar qo'liga yetkazib berishgacha bo'lgan barcha bo'g'inlarni yo'lga qo'yish masalasi turardi.
bitta kitobni tayyorlash qanchalik katta mehnat talab qilgan bo'lsa, uni kitobxonlarning qo'liga topshirish uchun ham o'ziga yarasha katta mehnat va tajriba kerak. Kitob savdosini ishida yurgan odamlarda juda taqvoli, juda bir xudojo'y, xalqqa ma'rifat yetkazaman degan niyatlilari juda ko'p. Lekin haligi nima deymiz, guruch kurmaksiz bo'lmaydi degan xalqimizda gapi bor. Shunga o'xshagan ichida ba'zi bir odamlar bo'ladi, shu muhitni buzadigan. Biz ham shularga to'qnash kelganmiz. Kitobingizni olib ketadi, nasiyaga deydi. Bir muddat o'tgandan keyin vaqti kelganda borib pulni so'rasangiz, hali sotilmadi deydi. Kitob so'rasangiz, kitobni o'zi yo'q, boshqa kitobga yo almashtirib yuborgan, yo sotib puliga boshqa kitob olgan. Shunaqa holatlar bo'lgan boshida. Aytmoqchi bo'lgan narsam, kitobchilik sohasida deyarli har bir jarayonni ko'rganmiz. Bu narsa bizga tajriba bo'lgan. Diniy adabiyot sotadigan bozorni shakllanishiga ham Alloh taolo bizga bir hissa qo'shishlikni muvaffaq qilgan ekan. U yerda ham bir muddat xizmat qildim. Bu soha biz uchun yangi soha. Kitobni nusxasini olib bozorga tushdim. Shu paytda Ko'kaldosh madrasasining atrofida rasta ham bo'lmagan, ko'chada odamlar o'sha kartonni yozib yo bir qutini qo'yib, o'shaning ustiga qo'yib sotadigan holat edi. Endi meni niyatim kitob savdosi bilan shug'ullanish emas, kitobni chiqarishga harakat qilish, savdosini o'zini egalari qilsin degan ma'noda. Shu kitobni kim oladi deb so'rab surishtirganimda, shu sohaning egalaridan biriga ro'para qilishdi. Kitobni olib bordim, ko'rsatdim. U kishi Hazrat nomlarini o'qigandan keyin kitobni menga berasiz, kitobni men sotaman, sizni tashvishingiz bo'lmasin, siz borib o'zingizni kitobingizni chiqarib ishingizni qilavering. Bu kitobni men tarqatib beraman degan fikr aytdilar. Keyin boshida kelishilgan, u kishi ham bir miqdordagi narsani qo'yib sotaman, o'zim pulim aylanish kerak, foyda bo'lish kerak dedilar. Bu narsa haqida ya'ni nech pul qo'yasiz degan gap bo'lmadi. Men topshirdim, ketdim. Bir muddatdan keyin kelsam, kitob ustiga qo'yilgan ustuma ancha nima katta. Kitobni ya'ni men sotib olgunimcha boshqa kitob chiqarmaysiz deganlar. U narxda sotiladigan bo'lsa, u yillar sotilishi mumkin. Holatdan kelib Hazrat tavardor qildim. U kishiga borib tushuntirgan. Boshida biz siz bilan kelishib o'qiganimizda bunaqa bo'lishligini tasavvur qilmagan ekanmiz. Biz uzoq muddatli ishni reja qilganmiz. Xalqqa kitob tezroq yetib borishligini, kitobni olib o'qishga imkoniyat yaratishga qaratilgan biz ishimiz. Sizni bunaqa holatda bo'ladigan bo'lsa, bizning maqsadimiz amalga oshmay qoladi. Agar nima qilsa, arzonroq qilib sotsangiz, keyinchalik ham sizga beramiz. Siz narxni, ya'ni ustiga qo'yilgan narxni hajmidan emas, sotiladigan kitob hajmidan foyda qiling degan gapni aytganda, shu paytda kelishuv amalga oshmadi. Keyin Hazrat aytdilarki, mayli bu kishi olgan kitoblari emas u, keyingi sotiladigan kitoblari chiqaringlar. Yani bu kishining ham tijorati nima bo'lmasa, mayli birinchi juzni shu kishidan olsin odamlar. Keyingi juzni o'zingizlar chiqarib, o'zingizlar bevosita bozorga tushiringlar degan. Bozorda sotinglar, nuqtalar, o'sha sotadigan joylarni o'zingizlar tashkil qilinglar. Xalqqa arzon yetib borishligini tadorikini qilinglar degan topshiriq bo'ldi. Shu bilan kitob bozor shakllanishiga ham hissamiz qo'shilib qoldi. Bu borada bir komissiyani oldiga kiriladi. Komissiya ruxsat berishdan oldin o'sha tashkil qilinayotgan bozorchani rahbariyati bilan, ular maqsadi bilan tanishadi. Bunda bir qancha tashkilot, o'sha yong'in xavfsizligi, hokimiyatning yana qanaqadir nimalari, hamma mutasaddi tashkilotlarning odamlari o'tiradi. Bir 8-7 kishining oldiga kirib, holatni tushuntirasiz. Bunda esimda bor, shahar hokimining noiblaridan biri ham o'sha komissiyani boshlig'i edi. Esimda kirib suhbatdan o'tganman, suhbatni tushuntirganman. Diniy adabiyotimiz hozirgi kunda o'sha paytda gazeta qog'oz deyilardi, sariq qog'ozga bosilardi, narxi arzonroq bo'lishligi uchun. Narxi arzonroqligi lekin sotib oluvchilar uchun emas, foyda qiluvchilar uchun narxi arzonroq bo'lishi bo'lardi odatda. Ya'ni o'zi qancha narxda arzon chiqsa ham baribir qimmat sotilardi. Naqaja haligi yengil qilib, xalq bemalol oladigan qilib sotish yo'q edi. Savol bergan u kishi, "Sizning maqsadingiz nima bundan?" deb. O'shunda esimda bor, ustozimizning tavsiyalari, kishining aytgan gaplari asosida shu diniy adabiyotimizning sifati, saviyasi ko'tarilsin. Bunaqa gazeta qog'ozga bosilgan holatda, qanaqadir qutilarni ustida, yo'lakda sotilmasinda bir kitob rastalari bo'lsin, chiroyli holatga keltirilsin, hammasi qonuniy bo'lsin. Davlatga to'lanadigan o'sha
to'lovlari, soliqlari joyida bo'lsin. Kelgan odam bemalol har xil havo holatlarida bo'lsa ham kitobni tanlab olsin. Bir raqobat bo'lsin, arzon yetib borishini ta'minlash degan narsalarni aytib o'tganman. U kishi ham ma'qullab keyin ruxsat bergan. Bir muddat mana shu joyda bir yildan ko'proq muddatda faoliyat yurg'izdim, alhamdulillah. Undan keyin ham u rastalar uzoq muddat ishladi. Mana bugungi kundagi o'sha Ko'kaldosh madrasasi, Xo'ja Ahror Valiy masjidi atrofidagi kitob rastalarini hozir endi do'konlarga aylanib ketdi. Katta bozor bo'lib ketdi. Boshlanishida bizni ham ishtirokimiz bo'lgan. Hazrat aytdilarki, o'sha bir media markaz qilsak, bir do'kon bo'lsa, o'zi bizniki. Biz chiqargan kitoblarimizni o'sha xalqimiz olib, o'zi xarid qilib, kitoblardan foydalansa degan shunaqa bir maslahatni nima qildilar. Ko'kaldosh madrasasida o'sha paytda men mudir bo'lib xizmat qilar edim. Keyin do'kon ochish maslahati bo'ldi. Ko'kaldosh madrasasini o'sha yon tarafidan alohida bir ikkita xonani ajratib, uni ham o'sha tegishli idoralarda hammasidan ruxsatni olib, Ma'rifat media deb turib avval nom qo'ydik. Keyin o'sha media markaz deb turib, kitob do'konini ochib, keyin o'sha yerda faoliyatimizni boshladik. Odamlar baribir tushunadi, kitob yaxshiligini bilgandan keyin, Shayx Hazratlarning kitoblari tezlashib sotilishni boshlagandan keyin endi tanqislik boshlangan. O'shanda yana bitta muammo paydo bo'lgan. Qimmat sotishlar boshlanib ketdi. U ham bitta muammo bo'ldi. Sababi endi odamlar noto'g'ri tushunadi. Biz kitob chiqaramiz, kitob ikkinchi qo'l, uchinchi qo'lga o'tib ketadi. Ular 2-3 barobar qilib sotadi. Sababi keyingi nashr qilishga ruxsat chiqish kerak. Ruxsat chiqsa nashriyot vaqtida barib chop qilib bera olmaydi. Ular ham band bo'lib qoladi. Yillab o'tib ketadi. Oddiy o'sha paytda 10 ming so'mga biz chiqargan kitob 30 ming, 40 ming bo'lib ketadi. O'sha ayniqsa Baxtiroyliga o'xshagan, Tafsir Hilolga o'xshagan kitoblar juda 3-4 barobar oshib ketardi. Xalqdan norozilik, e'tiroz bo'lardi. O'shanda Shayx Hazratlari o'zlari ham bir ikki marta ma'ruza, zikrlardan so'raydi, savollarda, javoblarda ham aytganlar shu kitobchilarga iltimos shuni qimmat qilib olmanglar. Tafsir Hilollarni bir kishiga bittadan qilib, pasportlari, hujjatlari bo'yicha tarqatgan paytimiz ham bo'lgan. Faqat to'lov olmas edik, buyurtma olib tarqatganmiz. Buning ham sababi undan oldingi adad o'sha tirajlarda ko'pchilik o'ziga olib olish boshlagan. 10 ta, 20 ta, 30 ta oladi, o'ta qimmat bo'lib ketadi. O'sha paytda bir komplekt 200 ming so'm, 150 ming so'm bo'lsa, u 1 million so'mga chiqib ketgan. O'zimizdan 1 million bo'lsa ham olamiz deb kelgan odamlar bo'lgan. Lekin bizni vazifamiz shu ediki, o'sha kitoblarni odamlarning qo'liga birinchi qo'l bo'lib yetkazish edi. Shu natijasida keyin biz Hilol nashriyotini o'zini do'konlarini ochish boshlaganmiz. ...2012-yili nashriyot binosining o'zida ilk rasmiy do'konimiz ish boshladi. Bu paytda O'zbekistondan eksport qilinadigan mahsulotlar ro'yxatiga hali kitob va media mahsulotlar kiritilmagan edi. Kitoblarni xorijga yetkazib berish masalasida muammo kelib chiqqach, diniy ma'rifiy kitoblarni eksport qilish uchun ruxsat so'raldi. Kitoblarni eksport qilish jarayoni ham deyarli biz bu masalada kashshof bo'lganmiz. Kashshof degani o'sha birinchi bosib o'tgan odam. Diniy adabiyotlarni o'zi, ya'ni O'zbekistonning ichida bosib tarqatilishi qattiq nazorat ostida bo'lgan sohani chet elga kitob chiqarishligi o'zi tasavvurga kelmaydigan holat bo'lgan. Qo'shni davlatlardan xususan kitobga ehtiyoj bo'lgani ma'lum bo'lgandan keyin ustozimiz o'zlarining odatlariga ko'ra mavzuni yaxshi o'rganib, undagi imkoniyatlarni hisob-kitob qilib, ana shu ishni yo'lga qo'yish kerakligi haqida bizga tavsiya topshiriqlarini berdilar. Xizmatchilarimiz holatni o'rganishdi. Bu jarayonda ham ba'zi bir o'ziga yarasha murakkab joylari bo'ldi, chunki bojxona nazorati ham bu ishni amalga oshirmagan. Qanaqadir ko'rgazmalar uchun, ya'ni cheklangan adadda, cheklangan sonda chiqarilish jarayonlari bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu narsalar hammasi davlat tarafidan uyushtirilayotgan tadbirlar bo'lganligi uchun Vazirlar Mahkamasi, yana qanaqadir vazirlikning qarori bilan amalga oshirilgan. Ya'ni tijoriy tarafi bo'lmagan, boshqasi bo'lmagan. O'sha davrdagi vaziyatdan kelib chiqib, avvaliga yetkazib berish xizmatlari diniy ma'rifiy adabiyotni eksport qilishda yordam bera olmadi. Ochig'ini aytganda, ko'pchilikning bunga yuragi dov bermadi. Qozog'istonni adashmasam, yo hukumat, o'sha hukumatga tegishli tashkilotidan ixtiloflari ruschasiga buyurtma tushgan 3 mingta.
uni eksport qilamiz deganmiz, ular bilan kelishganmiz, shartnoma, ular to'lov qilgan, kitob tayyor, jo'natishga bir 7 oymi, 8 oy ketgan. Boramiz, bojxonaga boramiz, u yoqda haligi diniy kitob chiqarmagan. O'zi umuman kitob ham unaqa eksport bo'lmagan, uni o'sha kodlari, hamma hujjatlari ular diniy qo'mitaga ruxsat ber deydi. Diniy qo'mitaga borsak, sizlarga ruxsat berib qo'yganmiz deyishadi. Bunga o'xshagan ishlar hali rivojlanmagan uchun boshqa sohalarda ham bo'lgan bo'lsa kerak, bizda ham shunaqa bo'lib o'tilgan. Hazratimizni kitoblarini sharofati bilan shu O'zbekistonni shu qonunchiligiga O'zbekistondan eksport qiladigan tovarlar qatoriga o'sha kitoblar, audio kitoblar qo'shildi, elektron media mahsulotlar. Bojxona posti arxiblok kitoblarni bir qismini tushirganmiz, hali tekshirishda. Ular anaqa kuchi bilan aylantirib tekshirardi. Bu hozir endi yuboradiganlar biladi, u paytda men uchun yangilik edi. Diniy kitob ekan-ku, nima qilamiz dedi. Usti o'ralgan kitoblar usti, o'ralgan. Baribir ichida hadis bor, Qur'on bor. U bojxonachining o'zi so'rayapti xijolat. Bo'lmasam dedi, yonlarini ochamiz dedi. Kitobni ustiga chiqarmasdan mashinani yonlarini ochib, pastga yonlaridan yurg'izdi. Baribir anaqa sakravar edi, otimda tortib shunaqa aylantirgan edi qiz anaqa. Shunaqa birinchi marta kitobimiz chiqib ketgan. Uzoq yillar davomida hukm surib kelgan dinga salbiy munosabat, diniy adabiyotga qo'yilgan taqiqlar jamiyatda islom diniga nisbatan ana shunday xavotir uyg'otib qo'ygan edi. Qo'mita tarafidan keyinchalik o'zlarini talablari qo'yildi, o'rganib chiqildi. Yangi bo'lganligi uchun ularda ham talab boshida shakllanmagan bo'lgan, keyinchalik shakllandi. Masalan, eksportga chiqadigan kitoblar qaytib yana O'zbekistonga kelib qolish ehtimoli, shunga o'xshagan har taraflama hisob kitobni qilgandan keyin eksportga chiqadigan alohida eksport uchun deb bir belgi qo'yishlik, bojxona nazoratiga ham bu narsalarni tartibi bayon qilingandan keyin sekin-sekin yo'lga qo'yilib, Qirg'izistonga, qo'shni davlatlarga, Rossiyaga, hozirgi kunda dunyoning hamma yurtiga kitoblarimiz ketyapti. Yaqinda mana Turkiyaga ham bir qancha katta adadli kitoblarimizni chiqardik. Alhamdulillah, endi oxirgi yillarda bu narsalar muammoligi qolmadi. Shu ilmsizlik, mazhabsizlik asosida yuzaga kelgan barcha muammolar Rossiya davlatida ham ko'p ko'zga ko'rindi. Ma'lum bir muammolarni yechish uchun Hazratning keng qamrovli shu ko'p masalalarga yechim bera oladigan asarlari bu yerda Hilol nashrda chop qilib ularga yetkazib berila boshlandi. Rossiya Federatsiyasini jazoni ijro etish federal xizmati rasman talabnoma bilan chiqdi. O'sha paytdagi dolzarb muammolarga qaratilgan vasatiya, iymon degan kitoblardan shunaqa 5 tasiga cheklanmagan miqdorda eksport qilishga iltimosnoma yozgan. Buni asosan o'sha jazoni ijro etish muassasalariga, kutubxonalarga majburiy qilib tarqatildi. Chunki o'sha yerda rahbarlari aytishdi, shu kitobni o'qigan bolalar adashgan yo'ldan qaytyapti. Nafaqat dinlararo, millatlararo muammolar ham, ziddiyatlar ham barham topyapti. Bora-bora shunday holat kelib qoldiki, davlat tomonidan endi maqsadli qilib ma'lum bir kitoblarni chiqarish, chop qilinganlarni u yerga yetkazish emas, ularni o'zida chop qilib tarqatish juda foydali ekanligiga ular xulosa qilishdi. Hilol nashr rahbariyatiga murojaatlar bo'lib, bizda Hilol nashr rahbariyatidan ular ruxsat so'rashgan. Shu kitoblarni chiqarishga ularga ruxsat berilgan. Bu kitoblar minglab kitoblar chop qilingan. Vasatiya markazi bor. Vasatiya markazining direktori Sergey Zyazin, misol uchun ularning o'zi vrach bo'lgan. Hadis va hayotning 18-juzini, Tibb va dan juzini o'qib turib, ruscha tarjimasini, islomni qabul qilgan. Shu sohada ham shu birinchi bo'lingani e'tirof qilingan paytda Hazrat bu yurt azaldan chet elga xom ashyo emas, moddiy mahsulot emas, intellektual mulk eksport qilgan, ilm ma'rifat tarqatgan deganlar. yillarning boshida bir guruh g'ayratli, kompyuter sohasini yaxshi biladigan yoshlardan iborat jamoa islom.uz sayti qoshida forum tashkil qilishgan edi. Bundan maqsad mo'min musulmonlarning og'irini yengil qilish. Shayx hazratlariga onlayn murojaat qilib, diniy mazmundagi savollarga javob olishda qulaylik tug'dirish edi.
Android bilan iOS uskunalarida arabcha harflar bilan kirilcha harflarni qo'yganda to'g'rilab bera olmayotgandi. Yoki bu tomonga bo'lib qoladi, ayniqsa oyatlarni qo'ysa, oddiy arabcha shriftdan foydalansangiz ham to'g'ri chiqmas edi. Shunga maxsus mobil uskunalar uchun chiqqan oyatlar uchun chiqqan shrift o'shanda topilgan. Uni topib ishga tushirgunimizcha bir 1,5 yil, 2 yilcha vaqt ketgan haligi shriftni to'g'rilab. Keyin u shriftni qo'yganda ham baribir dastur to'g'ri ishlamagan. Dasturchilar shuni o'ylab topishganki, siz varaqlab ochganingizda agar kiril harflari chiqsa, uni alohida deb biladi. Uni kiril matnlarni bosh oxiriga belgi qo'yib ketganmiz. Oyat kelib qolsa, uni bosh oxiriga belgi qo'yganmiz maxsus. Buni o'sha dastur keyin bu arabcha oyat keldi deydi, keyin o'zi bu yoqqa suradigan qilib. Ya'ni hozirgi kungacha ham kitoblarni shunaqa qilib sahifalaymiz. Ya'ni nashrga berilgan kitobni bizni dasturimizga so'rayotganda uni alohida boshqatdan unga sahifalab haligi kodlab chiqiladi. To'g'ri chiqsin, o'sha oyatlar buzilib qolmasin. Keyin uni katta-kichik qilsin, qulay bo'lsin deb qilingan. Yana agar adashmasam, bu narsa o'zi islom olamida, ya'ni musulmon yurtlarida hali rivojlanmagan bo'lgan. Yevropalarda, boshqa g'arb mamlakatlarida elektron kitob rivojlangan, diniy kitoblarni o'zbeklar xudo xolasa birinchilardan bo'lib qilishgan buni. Shayx hazratlari buni endi uzoqni ko'zlab ish yuritardilar. Shu elektron savdo, elektron kitobdan tashqari kitoblarni yetkazib berishi ham yo'lga qo'yishi talab qilgan edilar. Biz buni o'sha chet ellarda yurib borib kelganda ko'rganmiz, ularda rivojlanib bo'lgan edi hamma narsa. Shuni harakatini qilganmiz. Boshida to'lov sistemi yo'q edi. Islomuz portalini qoshida esingizda bo'lsa, forum bo'lardi, forum islomuz. Shunda e'lon qilganmiz. Bizda misol uchun imkon bor edi, telefondan buyurtma olib, hozirgacha ham ko'pchilik ishlaydi telefondan. Biz endi shunaqa haligi nima edi, odam aralashmasin, avtomat bo'lsin deb qattiq shuni orzu qilganmiz. Shunda forum orqali qilganmiz. Bitta alohida sahifa ochib turib, kim nima kitob xohlayotib, manzilni yozadi. Keyin to'lov qilish kerak edi. To'lov qabul qilish uchun o'sha paytda unaqa narsalar yo'q, plastik kartochkalar yo'q. U paytda esingizda bo'lsa, internetga to'lov qimmat edi. Kitoblar arzon edi. Hazratni uylariga, o'zlariga internet anaqamiz bor edi, to'lovimiz bizning ishxonaga. Shuni berardik. Ya'ni bitta odam Baxtiyor oila kitobini olmoqchi, o'sha paytda 10 ming so'mmi bo'lsa yoki 5 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, Paynetdan to'lardi. Haligi bizga kvitantsiyasini tashladi, biz keyin Baxtiyor oilaga yetkazib berardik. Qomusiy olimidilar hazrat. Hazratni fikriga, hayoliga kelgan narsa bu ancha-muncha odam buni to'g'risi tushunmas edi. U kishi o'sha paytda shu mediani, internet olamini faoliyatini o'sha butun dunyo foydalanyapti. Har kim har xil o'z maqsadida, o'zini yo'nalishida kelinglar, biz ham shundan biz din yo'lida foydalanaylik. Shunga misol uchun yaxshi maqolalar, yaxshi kitoblar, boshqalarni qo'yaylik o'zbek tilida. Shundan xalqimiz, butun dunyo o'zbeklari foydalansin degan maqsadda mana bunaqangi bir chiroyli ishlarni boshladilar. Birinchilardan bo'lib audio kitoblar shayxning zamonlarida o'zlari o'qib berdilar. Shuncha narsani yozib, o'qib ham berdilar audio kitoblar. Shayxning audio kitoblari bu yangilik edi kerak bo'lsa. Bugun elektron kitoblar chiqyapti. Hilol nashr bu borada ham juda katta ishlar qildi. Hilol nashr nashriyoti kitoblar adadining cheklangani muammosini hal qilish uchun respublikada birinchilardan bo'lib kitoblarning onlayn savdosini yo'lga qo'ydi. Barcha kitoblarning elektron nusxasini masofadan turib sotib olish va o'qish imkoniyati yaratildi. Telefon va kompyuterlar uchun maxsus dastur Hilol e-book nomli mobil ilova ishlab chiqildi. Xorijdagi kitobxonlar kitoblarni shu dastur yordamida o'qiy boshlashdi. Ilovaga shayx hazratlarining kitoblari va ularning rus va boshqa tillardagi tarjimalari joylab borildi. Shayx hazratlari o'zingizga ma'lum, hamma ishda ilg'or bo'lishga harakat qilganlar. Eng birinchilardan bo'lib yo'lga qo'yishga harakat qilganlar. Nashriyot 2010-2011-yillarda faoliyatini yuritishni boshlab ishga tushirilgan bo'lsa, veb sahifa 2014-yildan ishga tushirilgan. 2014-yildan boshlab buyurtmalar ola boshlangan. Bu sayt nashriyotimizda chop qilinayotgan kitoblarning onlayn savdosini yo'lga qo'yishda ham asqotdi. Buni O'zbekistondagi birinchi onlayn kitob savdosi maydonchasi deyish mumkin edi. Taksidan yuborib pul olib yetkazishda ular bo'laverardi. Ya'ni odam qatnashmasin-da, elektronniy bo'lsin deb shunaqa ish qilganmiz. Elektron pochtadan forumda yozib, sekin ham shunaqa savdo qilib turib, alhamdulillah to'lov tizimida o'sha klik to'lov tizimi chiqqan. Klik to'lov tizimidan saytimizga bog'lab onlayn hilolnashr.uz sayti ochilgan. Savdo boshlangan. Unda ham bir muammo bo'lib qolgan. Endi boshlagan paytimizda klikdagilar
bu diniy kitoblar ekanku to'lov ololmaymiz, bizga muammo bo'lib qoladi. Keyin diniy qo'mitaga borib aytsa, yo'q, bu savdo mumkin, haligi filial ochishga o'xshagan emas. Keyin Klik rahbariyati bizga ham alohida ruxsat bersin diniy qo'mita degan. Keyin biz diniy qo'mitaga xat yozganmiz. Biz o'zimiz mahsulotlarni Klik to'lovchisiga o'tkazib sotishga nima deysiz deganda, ular mumkin deb yozib bergan xuddi. Keyin haligini olib berganmiz. O'rtada o'chirib qo'yganda, buyurtmalar endi boshlangan paytda bir necha oy vaqt ketib qolgan. Keyin O'zbekiston pochtasi bilan ham shunga o'xshagan voqea bo'lgan. Yangi boshlaganimizda har biriga ruxsat olish kerak-ku deb. Noto'g'ri talqin bo'lardi. Yo'q, bu O'zbekiston ichida anaqa, undan tashqari o'zi chet elga yuborishda ham oddiy bitta, ikkita yoki uchtagacha mumkin. U narsa hammasi yozib qo'yilgan. Lekin to'xtatardi. Amerikadan buyurtma bo'lib qolsa yo boshqadan buyurtma bo'lib qolsa, to'xtatardi. Uni ham tushuntirib, mana shunaqa qilib o'tganmiz. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari butun umrini islom diniga, vatan ravnaqiga xizmat qilishga bag'ishladilar. 20-asr oxiri va 21-asr boshlarida O'rta Osiyodagi uyg'onish davrida buyuk xizmatlar qilib, 100 dan ortiq kitobdan iborat ulkan ilmiy meros qoldirdilar. Hilol nashr nashriyotiga asos solib, diniy adabiyotimizning qayta tiklanishiga sabab bo'ldilar. Kamil Atoyani, Atollah Sakandariyning kitoblarini sharh qilganlarida, birinchi jildlarini tahrirga yuborganlarida tasavvufdan hali ko'p narsani bilmasligimizni o'shanda ko'rganmiz. Matnlari og'ir ekan, sharhlari tili juda ham og'irroq, uni tekislashga harakat qilamiz. Boyagiday majlislarda kelib qancha bo'ldi deydilar, ma'muncha beti bo'ldi deymiz. Tezroq chiqsin degan maqsad yo'q edi. Xalqqa bir yaxshi to'liq bo'lib chiqsin deb aytardilar. O'sha kitobni ham taqdimot qilamiz dedilar. Shunda bir 3-4 kun qolganda menga aytishdi, shu muharrirlar ham ikki og'iz shuni tahrir haqida gapirsa, chunki juda ko'p mehnat bo'ldi. Keyinchalik ma'lum bo'ldi. O'sha turishimiz Hazratimiz oxirgi marta ko'rib turishimiz ekan. Xuddi kimdir mana Hazrat oxirgi marta ko'rib tursan, atadigan gapingni aytib ol deganday, bizni bu katta ulug' ishlarga hissamizni qo'shishga sababchi bo'lgan deb turib, hissa degan gap katta bo'lib qoldi deb, kamtarona hissamizni deb to'g'rilab, shu sababchi bo'lgan ustozimizga butun mana shu yerda o'tirgan nashriyotni ijodiy xodimlar nomidan tashakkur aytamiz deb shu gapni aytib, undan keyin boyagi yozib kelgan gapimni bir amallab o'qib berganman. Hazrat ovozlarini sal chiqarib rahmat deb qo'yganlar. Vafot qilishidan bevosita oldin diniy qo'mita tomonidan gologramma berilmay qoldi. U o'sha texnik muammo bo'ldi ularda, yetkazib berib ishlab chiqaradigan bo'lib qoldi. Ancha cho'zildi u. Agar adashmasam 6 oymi, balki undan ham ko'p cho'zildi. Kitoblarga ruxsatimiz bor, kitob chop qilib qo'yganmiz. Bilasizlar, kitob chop qilingandan keyin gologramma olinadi, ko'rsatiladi. O'sha 5000 ta kitobga ruxsat bo'lsa, keyin gologramma beriladi. O'sha uzilib qoldi. Diniy qo'mitaga ham harakat qilib ishlab chiqaramiz deb u bo'ldi. Rahmatli Hazrat bilan deyarli kunda-kunora shuni gap so'rab turardilar. Biz kitoblar chop qilganmiz, o'zi bosmaxonamiz katta emas. Chiqqan kitoblar hammasi yig'ilgan. Shu binoda pastda koridorlarda ham to'lib ketgan kitoblar. Bular shunaqa kitoblar tanqis payti, uni ustiga bu gologramma bermay qolgan. Nimaga buni hozir qiyin payt deb eslaganim? Oxirgi o'sha basketbol o'yinida Hazrat bilan ko'rishganimizdagi savollar ham shu bo'lgan. Gologramma kelmadimi, Abduvohid deb so'raganlar. O'shanda Xitoydanmi buyurtma qilgan, anaqa diniy qo'mita o'sha diniy idora orqali qilingan adashmasam. Buyurtma bo'ldi, kelibdi, bojxonada ekan degan xabar bo'lgan o'sha kun. Ya'ni shu kunlarda chiqib qoladi degandi. Unda ancha kitob yig'ilib qolgan. 300 mingta kitob yig'ilib qolgan edi. Bir nechta kitob o'ylang, 5 mingtadan bo'lganda ham bir 15 xil, 20 xil kitob yig'ilib qolgan edi. O'shani so'raganlar, o'sha savollar, oxirgi suhbatimiz ham shu bo'lgan Hazrat bilan. Shu endi anaqa Hazrat qiynalganlar. Shu ta'sir qilib qolgan. Arzimagan gologramma. Yurtimizni haqiqiy fidoyisi, yurtimizni vatanparvar insoni. Men doim aytamanki, vatanga bo'lgan muhabbat, vatanparvarlik bir tuyg'usini men mana shu rahmatli Shayx hazratlaridan his qilganman. Chunki nimaiki bizga topshiriqlar bo'lgan bo'lsa,
birorta topshiriqlar, birorta bir vazifalar shaxsiy manfaat uchun bo'lmagan, balki aks shu jamiyatga, xalqqa, mo'min musulmonlarga demak xizmat bo'lish demak hamisha vazifasi qo'yilgan va hamisha bizga shu beriladigan kuchli motivatsiyalardan bittasi mana shu vatanga, xalqqa, yurtga xizmat qilish bo'lgan. Albatta eng og'ir kun ustozimizni vafot kunlari desak bo'ladi, chunki ko'pchilik qatori qarindosh urug'lar, yaqinlar, shogirdlar qatori Hilol nashrni xodimlari ham ana shu bitta oila sifatida eng katta bir og'ir kunlari desam, menimcha xato bo'lmasa kerak. Islom olami zabardast olim, fazilatli shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari bilan 2015-yil 10-mart kuni vidolashdi. Bu judolik Hilol nashr nashriyotining jamoasi uchun og'ir musibat bo'ldi. Shayx hazratlarining vafotlari jamoaning zimmasiga ulkan mas'uliyat yukladi. Endi ustoz boshlab ketgan ishlarni davom ettirish kerak edi. Qanchalar og'ir bo'lmasin, yurib turgan karvonni haq yo'ldan og'ishmay davom ettirish. Millionlab umidvor qalblarning orzusini ro'yobga chiqarish. Yosh avlod oldidagi burchni ado etish. Eng muhimi, Alloh taoloning roziligi yo'lida din va vatan oldidagi xizmatni davom ettirish kerak edi. Ya'ni nashriyot to'xtab, hazrat vafot qildilar, endi ish to'xtatamiz degan tushuncha bo'lgani yo'q. Qaytib ustozimiz ishlarini biz davom ettirishimiz kerak. Bu endi bizga omonat bo'lib qoldi deb yana kuch g'ayrat bilan harakatga kirib, alhamdulillah mana ustozimizdan keyin ham bir qancha yutuqlarga Allohning tavfiqi bilan erishdik. U zot ustozimiz vafot etganlaridan keyin ham to'g'ri ba'zilarda birozgina tashvishlanish bo'ldi. Ba'zilarda bir gumon ham bo'ldi. Endi nima bo'ladi? Nashriyotning faoliyati, bu yerdagi xodimlar, ularning kelajagi nima bo'ladi degan tashvish ham bo'ldi. Alloh ustozimiz Shayx hazratlariga shunday bir farzandni berganki, ya'ni Ismoiljon domlani bu kishi ham qiblagohlaridan qolmagan holatda ana shu qiblagohlarini qoldirgan ilmiy, diniy, ma'rifiy meroslarini tarqatish borasida shunday jonbozlik ko'rsatyaptilarki, tarmog'i kengaydi. Nafaqat nashriyotni o'zi, balki nashriyotni soyasi ostida bir qancha do'konlar, bu yerda bo'layotgan xayriya ishlari, kitobxonlar bilan bo'ladigan uchrashuvlar, ilmiy suhbatlar, kitoblarning taqdimotlari, nashr qilgan kitoblarning taqdimotlari va hokazolar tinimsiz bu jarayon davom etib turibdi. Ustozimiz paytlaridagi kichkina nashriyot va bosmaxonamiz katta bosmaxona va katta nashriyotga aylandi. Albatta buni asosida ustozimizni mehnatlari, ixloslari, bizga bergan tarbiya va ta'limlari yotibdi. Alloh u kishini bu ishlarni savobidan bahramand aylasin. Bu nashriyotning faoliyati bir shaxsga bog'liq bo'lmagan ekan. Niyat xolis bo'lgan ekan. Nashriyot 11-yilda boshlangan bo'lsa, o'tgan shu 4-5 yillik qisqa muddatni ichida jamoada hazrat uchun emas, shu Alloh uchun bir ishni qilish degan qoida o'z-o'zidan shakllandi. Hazrat aytganlar uchun, shu aytgan kunlari, aytgan paytlariga bitirib qo'yish, u kishidan maqtov eshitish, rahmat eshitish yoki urush eshitib qolmaslik, tanbeh eshitib qolmaslik maqsad bo'lmas edi. Maqsad bevosita to'g'ridan-to'g'ri Allohning oldida shu ishni olib qilib topshirish bo'lar edi. Haqiqiy rahbar ishni shunday tashkil qiladiki, tepasida o'zi bevosita o'tirmasa ham ish davom etaveradi. Bosh g'oyachi, bosh tashkilotchi, asosiy ta'sischidan keyin tashkilotni, korxonani rivojlanib, uni faoliyati yana takomillashishligi, demak, Shayx hazrat qoldirgan katta bir mustahkam jamoatning dalolati. Bugungi kunda Hilol nashr nashriyotida Shayx hazratlarining farzandlari, shogirdlari va muxlislaridan iborat katta ijodiy jamoa jamlangan. Ularning orasida yurtimizning ko'zga ko'ringan ulamolari bor. Alhamdulillah u kishidan keyin mana boshlangan loyihalar ham davom etib turibdi. Yangi loyihalar ham qilinyapti. Hammasida ustozimizda ekkan urug'larini samarasi, berib ketgan ta'limlarini samarasi inshaalloh ro'yobga chiqib turibdi. Diniy ilmlarni sohasi keng, ya'ni maydoni keng. Hazrat o'zlari ilmiy ish qilish,
ya'ni ilmiy unvon olish, magistr, doktor, professor yo akademik bo'lish niyatlari yo'q edi u kishini. Fikr almashuvdik. Bu narsani menga hojati yo'q ekan, ya'ni vaqtim zoyi bo'lar ekan. Bu unvon menga nima beradi? Xalqni ta'limini ana shu o'zlarini shaxsiy ilm yo'lidagi yuksalishlariga muqobil ana shu narsadan kechib, xalq ta'limi uchun, musulmonlarni ta'lim tarbiyasi uchun hayotlarini bag'ishladilar. Ya'ni u kishini iqtidorlari bilan, u kishini ishga bo'lgan mas'uliyatlari, ixloslari bilan bir sohani dunyoda yagona yoki sanoqli insoniga aylanishlari mumkin. Hammamiz biz niyat qilgan edik. Mana shu demak ish chop qilishga boshlanganda Hazrati Imomni borib ziyoratlarini qilamiz. Qur'on o'qib duo qilamiz. Allohdan astoydil tilab ishni yana boshlaymiz degan ma'noda. Bu taqdimot jarayonida oxirgi juzi chiqqanda inshaalloh yana qaytib kelib, yana Imom Buxoriyni ziyorat qilib, ana shu yerda duo xayrlar qilamiz degan niyatlarni qilgan edilar. Allohning qadari bilan bu narsa amalga oshmadi. Ustozimiz vafot qilib ketdilar, lekin inshaalloh bu narsa shogirdlariga, farzandlariga vasiyat bo'lib qolgan. Alloh muvaffaq qilgan vaqtda inshaalloh mana hozirgi kunda Imom Buxoriyni markazlari qayta qurib, prezidentimiz taraflaridan e'tibor berilib, katta majmuaga aylantirilyapti. Inshaalloh majmua binosi nihoyasiga yetganda Alloh tavfiq bersa, ana shu taqdimotni, ustozimizning vasiyatlarini ham amalga oshiramiz inshaalloh. Nashriyotimiz bosmaxonasi eng so'nggi zamonaviy matbaa dastgohlari bilan jihozlangan. Kitob chop qilish imkon qadar avtomatlashtirilgan. Natijada qo'l mehnatiga ehtiyoj kamayib, samaradorlik ortib boryapti. Matbaamizning mehnat jamoasi ko'p yillik faoliyat davomida boy tajriba to'plab, o'z sohasining yetuk mutaxassislaridan tashkil topgan. Shuning uchun mahsulotlarimizning sifati nafaqat yurtimizda, balki dunyo miqyosida ham e'tirof etilyapti. Hilol jurnali 2011-yildan boshlab elektron shaklda chiqa boshlagan. Shayx hazratlariga shu taklif aytilganda ma'qul ko'rilgan. Bosh muharrir Ahmad Muhammad Tursun rahmatulloh bo'lganlar. Salkam 30 ta soni chiqqan. 2019-yilga kelib O'zbekiston Respublikasi Matbuot va axborot agentligida ro'yxatdan o'tgach, bosma shakli ham chiqdi. Birinchi son 2019-yil aprelda Ramazon oyi arafasida chiqdi. Bugungi kunda Sahih Buxoriy 800 da to'liq holatda chiqib, musulmonlarimizga taqdim qilindi. Sahih Buxoriyni jamoatlarda, masjidlarda ana shu oltin silsila turkumi asosida xatm qilinganliklarini ham xabarini eshitdik. Alhamdulillah. Alloh bu loyihadan hosil bo'ladigan savoblardan bunga sababchi bo'lganlar, alal xusus ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini, shuni ota-onalari, ustozlarini bahramand qilsin. Islom olami e'tirof qilgan 6 mo'tabar hadis to'plamiga yana 3 ta muhaddis imomlarimizning kitoblari qo'shilib, 9 to'plamdan iborat hadislar majmuasi ona tilimizda xalqqa yetkaziladi. Hazratdan keyin boshlangan ish to'xtab qolmasligi uchun qattiq harakat qilib, Ismoiljon rahbarlari ostida Oltin silsila guruhi boyagi tarjimadagi kamko'zlarni to'ldirishga tushdi. Imom Muslimning sahih kitoblarini tahriri boshlandi. Suhbatgacha bitta maromga, bitta qolipga tushib olingan andoza shakllanib qolgan. O'sha bo'yicha tahrir ishlari davom etyapti. Imom Muslim va Imom Abu Dovudning hadis to'plamlari ham tahriridan chiqdi. Hozirgi kunda Imom Termiziyning kitoblarini nashrga tayyorlash yakuniga yetdi. Endi Imom Nasoiy, Imom Ibn Moja, Imom Malik, Imom Dorimiy va Imom Ibn Hibbonlarning kitoblarini chopga tayyorlashga kirishiladi. Har bitta hadisni bugungi kundagi eng o'tamat arabcha nusxaga solishtirib chiqiladi. Tarjimasi yana qaytadan ko'rib chiqiladi. Qaysi bir joylarda bugungi o'quvchiga tushunarsiz joylari bo'lsa, fiqh mazhablaridagi
boshqa mazhablarda olingan hadislar yoki bizni hanafiy mazhabimizda olinmagan hadislar kelsa o'shalarga zarur o'rinlarda sharhlar izohlar beriladi. Ba'zi ismlarga, joy nomlariga, ba'zi bir o'quvchilar uchun yangi bo'lgan so'zlarga izohlar, sharhlar beriladi. Inshaalloh ko'pchilikning duosi bilan Alloh taolodan so'raymiz. Shu loyihani oxirigacha yetkazib, ilmiy merosni o'zini haqiqiy egasiga, xalqimizga topshirishga harakat qilyapmiz. Alloh taolo hammamizga shuni muvaffaq qilsin. Bir necha kishilik guruh shaklida ish boshlagan nashriyotimiz bugungi kunda to'laqonli matbaa nashriyot majmuasiga aylandi. Bosmaxona, tahririyat, do'konlar va boshqa bo'limlarda 200 ga yaqin kishi mehnat qilyapti. Jamoada erkagu ayol, kattayu kichik hamjihat bo'lib, ezgu maqsad yo'lida hormay tolmay mehnat qilyapti. 2019-yil Chilonzor tumani Tasakobod ko'chasida 1 gektar yer ajratilgan. Shu 1 gektar yerda bosmaxonamiz qurilgan. Omborxonamiz, ishlab chiqarish joylarimizni, tayyor mahsulot saqlash joylarimizni, boshqaruv xodimlarining xonasi, dam olish xonasi, ovqatlanish xonalari hammasi shu 7200 kvadrat metrga jamlangan. Birinchi qilgan ishimiz ish jarayonini raqamlashtirish. Ya'ni shu qog'oz kelishdan boshlab to tayyor mahsulot bo'lib chiqib ketguncha to'liq jarayonni raqamlashtirishga urg'u berildi. Har bitta xodim o'zini kartochkasi bor, o'sha kartochkasi bilan dasturga kiradi. Bugun qilgan ishi, qancha vazifa olgan, qaysi vazifa birinchi navbatda turibdi, shuni oladi, qanchasini qildi, qancha to'xtab turdi, nima sababidan to'xtab turdi, sabablarni ko'rsatib o'tadi. Biza bu narsa rahbarlarda bizda alohida dasturni boshqaruv qismi bor. O'sha boshqaruvdan ko'rib turamiz. Qaysi kitob, qaysi jarayonda turibdi. Xodimlarimizning ham ishga kelishi, ketishi to'liq avtomatlashtirilgan, ya'ni har bitta xodimga QR kod berilgan. Xodimni kelish-ketish vaqtlari to'liq hisobga oladigan o'zidan alohida dasturimiz bor. O'shandan hisob-kitob qilinadi. Boshqa korxonadan kelgan xodimlar bor. Sinov muddatimiz bor. 1 oylik sinov muddatimiz tugashi bilan shartnoma qilamizmi bu yo'g'i to'liq ishlaymizmi deganimizda har doim aytadiki, bu yoqda sharoit hech qayerda yo'q. Dam olish xonalarimiz bor, ovqatlanish bor. Xodimlarimizning ishxonaga kelib ketishini tashkillashtirish uchun Chilonzor metrosidan avtobusimizni shu bosmaxonamizgacha olib keladi. Ish tugagandan keyin bosmaxonadan yana Chilonzor metrosigacha eltib qo'yadi. Xodimlarimizni rag'batlantirish maqsadida har yili Toshkent viloyati Bo'stonliq tumaniga 1 kunlik, 2 kunlik albatta dam olishga olib chiqamiz. Birinchi kun ayollar chiqishadi, bemalol dam olishadi, ertasi kuni erkaklar chiqishadi, maza qilib dam olib kelishadi. Xodimlarning ish tartibi 6 kunlik ish kuni. Ertalab soat 8 da boshlanadi, kech payt soat 5 da tugaydi ish. O'rtada tushlik uchun davrimiz bor. 12:30 dan 1:30 gacha tushlik qilinadi, dam olinadi. Shu tartibda ishlanadi barcha xodimlar. Endi gohida ishlarimiz ko'payib ketib qolganda, ayrim uchastkalarimizda 2 smenaga o'tkaziladi. Ya'ni kechki payt soat 5 da birinchi navbat ish tugatsa, ikkinchi navbatimizda 5 da ish boshlaydi, soat 2 gacha ishlaydi. Ularga ham kechki tushlik to'liq ta'minlab qilib beriladi. Uyga yetib olish uchun transport qilib beriladi. 16-yil oxiri, 17-yilda umuman respublikamizda ijtimoiy siyosiy o'zgarishlar bo'ldi. Shu bilan bog'liq ravishda nashriyotlar faoliyatiga ham anchagina erkinlik berildi va Hilol nashrida ham kitoblar chiqish muddati tezlashib, avval 15 nomdagi kitob 5000 dan hisoblaganingizda qancha chiqqan bo'lsa va keyin 20, 25, 30 40 dan oshgan yillarimiz ham bo'ldi oxirgi yillarda. Bir yilda 40 nomdagidan ortiqroq yangi nashrlar bilan ko'proq. Qayta nashrlar bilan hisoblaydigan bo'lsangiz 200-300 nomdagi kitoblar chiqib keladi hozirgacha Hilol nashriyotida. Endilikda kitoblarimiz respublika bo'ylab ochilgan 10 dan ortiq filiallarimizda sotilmoqda. Kitob shinavandalari o'zlari istagan kitobdan 100 dan ortiq hamkor do'konlarimizdan ham topib o'qishlari mumkin. Nashriyotda nafaqat kattalar, balki bolalar uchun yozilgan kitoblar ham chop qilinyapti. Mana kechagida bitta statistika keldi, taxminan 15 millionga yetibdi elektron kitoblar sotib olingan yoki taqdim qilingan. Ya'ni bizni tizimda 15 millionga yaqin kitob tarqatilgan. Bu deyarli O'zbekistonning yarim aholisi degan. Ko'p yozishadi, shu dastur orqali falon narsani o'rgandim, namoz o'qishni o'rgandim, duoni yodladim, Qur'onni o'rganishni boshladim. Boshqa izohlar juda ham ko'p keladi. Mana shu narsa bizni haqiqatda xursand qiladi.
biror bir mahsulot kelsa, ya'ni kitob keladigan bo'lsa, u shunchaki peshtaxta deymiz, peshtaxtaga qo'yib sotuvga chiqarilavermaydi. U birinchi o'rganib chiqiladi. Ichidagi ma'lumotlari to'g'rimi, tekshirilganmi, xatolari yo'qmi? Bu bir sidrik tekshiruvdan o'tib keyin chiqaramiz. Ya'ni shunaqa vaqtlar bo'lganki, reklamasi zo'r bo'lib turibdi, PR-i zo'r qilindi. Hozir qo'ysak, sotilib ketadigan, yaxshi foyda qoladigan joylarda u kitobdagi chiqqan xato uchun to'xtatgan, sotuvga qo'ymagan joylarimiz bo'lgan. Bu ish bilan oldin shaxsan o'zim shug'ullanardim. Keyin boshqa xodimlarga o'tgan bu vazifa. Shunaqa bir qancha kitoblarni qaytarganmiz. Bu nimani beradi deyiladigan bo'lsa, bunda hozirgi kunda biror bir mahsulot, biror bir kitob Hilol nashrida sotiladi desa, demak u ishonchli ekan. Yo, bu kitob Hilol nashrida yo'q ekan, to'xtaychi, bitta tekshirib ko'raychi degan bir narsani shakllangan. Buni biz boshda bunaqa narsani niyat qilmaganmiz. Faqatgina o'zimizdan niyatimiz bo'lganki, insonlarga imkon qadar manfaatli asarlarni yetkazaylik degan, har endi guruch kurmaksiz bo'lmaydi deganlardek kitobning ham har xili bor. Bu kitobni olib ertaga ziddiga xizmat qilib qo'yadigan kitob bo'lsa, unaqa kitoblarni sotmay qo'ya qolaylik degan maqsadda qilganmiz. U natijasi, samarasi shunda bo'ldiki, Hilol nashrida sotilayotgan asarlarga bo'lgan ishonch oshdi. Bugungi kunda Shayx hazratlarining yana bir orzusi ro'yobga chiqdi. Hilol nashr nashriyotida yurtimizda birinchilardan bo'lib Qur'oni Karim mushafi sharif chop qilina boshladi. Shayx hazratlari mana shu Hilol nashr nashriyotiga uskunalar olib kelinganda birinchi o'zi yana niyatlaridan bittasi mushaf sharifni chop qilish edi. Bu endi afsuski Shayx hazratlari bor paytda bo'lmadi. O'sha paytda uskunalar olib kelindi, mushaf sharif chop qilish uchun mo'ljallangan qo'lyozmalarning ruxsatlari ham olingan. Hozir mana chiqarayotgan Dorul G'avsoniy va Dorussalom ikkitasidan ruxsat olingan edi. Lekin chop qilishga hech ruxsat bo'lmagan. Qayta bir necha marta topshirganmiz. Keyin shu 2016-yildan keyin unga ham ruxsat chiqdi alhamdulillah. Birinchi chop qilganimiz 10,000 dona chop qilganmiz. Dorussalomniki edi. 31,000 so'mdan chiqqan o'sha paytda. O'sha paytda endi o'zi chegaralar ham ochilib, Qur'on kitoblarining kirishiga ruxsat bo'lgan payt edi. Endi qimmat edi mushaflar. Mana shu o'rta hajmdagi kitob mushaflari o'sha yaxshi sifatlilari 200,000, 300,000 so'm bo'lardi. Shundan keyin biz 31,000 so'mdan o'sha o'zini chiqqan, ketgan xarajatini o'zini qo'yib 31,000 dan chiqarildi. Bu ham alhamdulillah o'sha kitoblar narxini tushirishi. Keyin Ismoil domla o'sha kitobni taqdimoti paytida diniy idorada bo'lgan taqdimoti. O'sha hamma kitob tarqatuvchi, kitobxonlar, kitob do'kon egalariga iltimos qiluvdilar. Bu kitobni olib sotganda shu ustiga qo'ymasdan sotaylik odamlarga o'zini narxidan bo'lsin. Ya'ni Qur'on Karimdan foyda qilmaylik deb, mayli xarajatlarni qo'yib sotaylik deb iltimos qiluvdi. O'sha ta'sir qildi. Alhamdulillah mana hozirgacha ham kitob bilan shug'ullanadigan kitob do'kon egalari kitoblarni arzon tarqatadigan bo'lishdi. Nashriyotimizdagi ilk mushaf 2018-yilning 28-mart kuni sotuvga chiqarildi. Dastlab 10,000 dona mushaf chop qilingan bo'lsa, bugungacha jami 430,000 ta mushaf nashrdan chiqdi. Shundan 282,000 donasi oddiy, 143,000 donasi tajvidli, 5,000 donasi esa taroveh mushafidir. Nashriyotimizdagi mushaf shariflar islom olamida mashhur bo'lgan Dorul G'avsoniy, Dorussalom, Dorul Ma'rifa va Dorus Salsabil nashriyotlari bilan hamkorlikda chop qilinmoqda. Albatta biz nazarda tutmagan rejalar ham bo'lish ehtimoli bor. Mushaf sharif bilan birgalikda ko'zi ojizlar uchun ham Allohning kalomini bosib chiqarish reja qilingan. Buni hozir o'rganildi ham, uskunalari ham o'rganildi. Ba'zi bir sabablarga ko'ra to'xtab turibdi. Kelajakda inshaalloh mushaf sharif bilan birgalikda ana shu ko'zi ojiz azizlarimizni diniy ehtiyojini qondirish uchun kerakli bo'ladigan kitoblarni chiqarish rejalardan biri hisoblanadi. Inshaalloh bunga ham ro'yobga chiqadi degan umidlarni qilib Allohdan duo qilib so'rab qolamiz. Hilol nashr matbaa nashriyoti nafaqat kitob chop qilish, balki kitobxonlikni ommalashtirish borasida ham samarali xizmat qilmoqda. Nashriyotda chop etilgan barcha kitoblar asosida media mahsulotlar, audio kitoblar va video lavhalar tayyorlanadi. Bunday media mahsulotlar ayniqsa imkoniyati cheklangan kitobxonlarimizga manzur bo'lyapti. Kitobxonlik targ'ibotidagi mashhur loyihalardan biri kitobxonlik maktabidir. Bugungi kungacha kitobxonlik maktabining 150 dan ortiq davrasi o'tkazildi. Loyihaning qamrovi yildan yilga kengayib, uning doirasida yana bir qancha xayrli ishlar yo'lga qo'yildi. Jumladan, har oyda bir marotaba o'tkaziladigan masnaviy xonlik darslari ham o'zining muntazam tomoshabinlarga ega bo'lib ulgurdi.
Bu ma'rifiy suhbatlarni xorijdan kuzatib boradigan ixlosmandlar ham bor. Hilol intellektual klubi ham kitob targ'ibotining zamonga mos loyihasi bo'ldi. Har safar ma'lum bir kitob asosida bo'lib o'tadigan savol-javob o'yinida qatnashadigan bilimdonlar kundan kunga ko'payib boryapti. Shuningdek, ustozlar bilan mutolaa, Hilol mehmoni, Hilol kitoblari loyihalari ham millionlab tomoshabinlarni qamrab oldi. Nashriyotimiz xalqaro va mahalliy kitob ko'rgazmalarida ham faol qatnashib, kitobxonlarga yangi kitoblarni taqdim etmoqda. Bugungi kunda Hilol nashr nashriyotida shayx hazratlarining farzandlari, shogirdlari va muxlislaridan iborat katta ijodiy jamoa jamlangan. Ularning orasida yurtimizning ko'zga ko'ringan ulamolari bor. Ya'ni O'zbekiston emas, butun dunyoni holati shunaqa bo'lib qoldiki, moddiy manfaat bo'lmagan narsalar chop qilinmaydigan holatga kelib qoldi. Bugungi kunda mumtoz adabiyotni o'qiydigan mutaxassislar soni sanoqli qoldi. Ya'ni bir muddat mumtoz adabiyotdan uzildik, tushkunlikka tushdik. Shu holatda shularni nashri bo'lmasa, sekin-sekin unutilib ketadi. Shuning uchun moddiy manfaat bo'lmasligi bundan aniq, lekin kelajak bir avlod uchun qoladigan kitoblar, asarlar bo'lganligi uchun vaqti bilan nashr qilinish kerak bo'ladi. Nashriyot nuqtai nazaridan, o'smaxona nuqtai nazaridan bizni vazifalarimiz bor. Shu yosh avlodlarimizga ham dunyoviy, ham diniy tarafdan ya'ni ma'rifat bo'ladigan narsalarni yetkazib berishimiz kerak degan fikrlarni ko'p gapirganlar. Buni ba'zi birlari amalga ham oshirildi, alhamdulillah. Ko'p biz o'sha o'zbek tilini rivojlantirish, uni obro'si haqida, uni keng targ'ib qilish haqida gapiramiz. Uni o'zbek tilini obro'sini oshirish, uni rivojlantirish qanday bo'ladi desa, men o'zimning shaxsiy fikrim, muhim omillardan bittasi shu o'zbek tilida kitoblarni ko'paytirish. O'zbek tilida elektron bo'ladimi, yozma shakldagi shu kitob, qog'oz shakldagi kitob bo'ladimi? Shu matnlarni ko'paytirish bilan o'zbek tilining nufuzi oshadi. Hilol nashr shu maqsad, shu ma'noda kitob ko'p chiqarish va turli mavzularda kitob chiqarish bilan o'zbek tilining rivojiga ham katta hissa qo'shdi deb ayta olaman bemalol. Qur'oni Karimni o'zbek tiliga tarjima qildik. O'zbek tilining qoidalari mustamlaka zamonida qo'yilgan. Albatta, mustamlaka soyasida qabul qilingan bu me'yorlar, bu normalar bevosita bunga mustamlaka tilning ta'siri bo'lgan. Ammo bizni tarjima qilgan Qur'oni Karim tarjimasi, ma'nolar tarjimasi bu o'sha isloh qilingan o'zbek tili qoidalariga muvofiq va buni Hilol nashrga taqdim qildik. Hilol nashrda nihoyatda kuchli bir jamoat borki, biz ularga shuni tushuntira oldik. Chunki ular ham shu tamoyilni qo'llab-quvvatladilar, shu tamoyil tarafdorlari. Biz nima yozadigan bo'lsak, nima chiqaradigan bo'lsak, albatta shu nashriyotning xodimlari bilan maslahatlashamiz. Bu yerdagi muharrirlarni xizmatlarini alohida tilga olishimiz kerak. Chunki diniy kitoblarni tahrir qilish eng murakkab jarayon. Bu yerdagi birorta ma'noga putur yetadigan bo'lsa, juda ham katta bir o'zgarish bo'lib ketib qoladi, xatolikka sodir etiladi. Bu nashriyotning shu muharrirlari hammalari ustozimiz Shayx Muhammad Saud Muhammad Yusufni tarbiyalarini olganlar. U zotning kitoblarini tahrir qilish jarayonida benazir malakaga egalar. Bunaqa muharrirlarni boshqa joydan topib bo'lmaydi. Bu yerda boshqaruvni olib borayotgan rahbarlardan tortib xodimlar bo'lsin, nafaqat ilmiy xodimlar, balki texnik xodimlar bo'lsin, boshqa xodimlar bo'lsin, hammalari ixlosli, bir Alloh uchun xizmat qilaman deydigan insonlar, mo'min musulmonlar, dindosh qardoshlarimizni bilamiz. Shuning uchun ham biz ham nimaiki shu ilmiy ma'rifiy ishlarimiz bo'ladigan bo'lsa, albatta shu joyga bog'laymiz. Jamiyat taraqqiyotini belgilab beruvchi muhim omillardan biri ma'rifatdir. Ma'rifatni esa kitobsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Yurtimizda olib borilayotgan tarixiy islohotlarda birinchi navbatda ilm, tarbiya va innovatsiya sohalariga katta e'tibor qaratildi. Hilol nashr matbaa nashriyoti ham xalqimizga ilm, ma'rifat taratib, bu xayrli ishga salmoqli hissa qo'shib kelyapti. Hazratning asarlari boshqa tillarga ham tarjima qilinishi shu ko'zda tutilgan, tarjima qilib chop qilinganlari ham bor. Bulardan jumladan
qozoq tiliga, qoraqalpoq tiliga, qirg'iz tiliga, tojik tiliga, totor tiliga, turkman tiliga, boshqir tiliga, ozarbayjon tillariga ham tarjima bo'lganidan xabarimiz bor. Bugungi kunda mana Amerika Qo'shma Shtatlarida hamkorlikda bir o'zimizni sho'bamizni ochish niyatimiz bor. Shunga o'xshagan takliflar bo'lib turibdi. Mana oxirgisi Turkiyadagi Istanbul shahridagi ochilgan sho'bamiz. Shunga o'xshagan rejalarimiz bor albatta. Kelajakda ham xalqimizni shu diniy ma'rifati uchun ehtiyoj tushadigan sohalarda qilinadigan ishlarni amalga oshirish ham shu kelajak rejalariga kiradi. O'zi Shayx Hazratni niyatlari shunaqa edi. Avvalo tafsirdan boshlanadi, undan keyin hadis, undan keyin fiqh, undan keyin deb shu niyat bilan boshlangan. Shu birinchisi muvaffaqiyatli bo'lgandan keyin ikkinchi narsa hadis bo'lgancha hadisdan boshlaganmiz va uni shunaqa avval bitta Imom Buxoriy bilan Imom Muslimning hadislari bo'lsa, keyin o'sha xalqlarni dunyoga kelishiga mana shu narsa sabab bo'lgan. Endi o'zi yozish eng qiyin narsa, qiynalmay bo'lmaydi. Lekin buni qiynaldim deb tan olishni o'zi ham mardlik hisoblanadi. Haqiqiy shaxsni yozish, ya'ni birovni yozgan narsasiga fikr berib, uni kengaytirib, xalqqa tushuntirib berish juda ham qiyin narsa. Buni qilish uchun katta mehnat, katta kuch talab qilinadi. Shunga yaragan odam qiladi, muvaffaqiyatga erishadi. Hadis va hayotdan tashqari bir qancha kitoblar bor. Ustozimiz o'zlarini shu darslari mobaynida o'qilgan kitoblarimizdan bor bir qanchasi tarjima qilib ustozimiz o'zlarini ko'riklaridan o'tgan. Ya'ni u narsalar bugun yoki kecha chiqarilishiga ham imkoniyat bor edi. Lekin biz o'zimizni maslahatimiz, ya'ni bir muddatda Hazratimiz qalamlariga mansub bo'lgan kitob chiqib tursin. Uni bir kunda chiqarib qo'yganimiz bilan o'qib, uni ya'ni o'zlashtirish, hazm qilish ham o'ziga yarasha vaqt talab qiladi. Maslahat qilib qilgan fikrimiz bir muddat chiqsa, targ'iboti bo'lsa, ustozlarimiz kitoblari yoritib berishsa, o'quvchilarimiz ham undan bahramand bo'lishsa degan nuqtai nazardan reja asosida chiqarilishi nazarda tutilgan. Inshaalloh Allohning tavfiqi bilan ular ham chopdan chiqib xalqimizga yetkazib beriladi inshaalloh. Faqat mushaf va Qur'on ilmlariga taalluqli bo'lgan kitoblarni chiqaradigan alohida bir bosmaxona qilish rejamiz bor. Bunga harakatni ham boshlaganmiz. Inshaalloh Allohning tavfiqi bilan uni ham ro'yobga chiqaramiz degan umiddamiz. Bu rejalardan bittasi. Bu yerda mushaf sharif bilan birgalikda ko'zi ojizlar uchun ham Allohning kalomini bosib chiqarish reja qilingan. Hilol nashri kelajagi tamal toshini man avval boshi Alloh qo'ydi. Alloh shuni xohladi va Alloh Hazratimni tanladi. Xudo xolasa men duo qilaman. Hilol nashrimiz oxiratgacha bardavom bo'lsin. Ismoiljon ishlayaptilar. Qizlar Odinaxon ishlayaptilar bu yo'lda. Ularning nevaralari, chevaralari ishlasin va o'sha islom ilmini tarqatadigan asosiy qadimgi markaz bo'lgan bu joy va o'sha markazi bo'lib qolsin deb Allohdan so'rayman. Asrlar osha yurtimizga davom etib kelgan kotiblik, nosixlik birdaniga inqilob, istibdod tuzumining zulmi zaqqumi bilan to'xtab qoldi. 100 yildan keyin bu sohani qayta tiriltirish, bu sohaga qayta jon berish, bu sohani ommaga tanitish va o'z navbatida yangi soha bo'lganligi uchun buni narxlari qimmat chiqadi. Buni xarajatlari ko'p bo'ladi, lekin uni xarajatlarni arzonlashtirib xalqbob qilib berish yo'lida katta, ulkan juhd ko'rsatgan, xizmat ko'rsatgan Hilol nashriyoti bo'ladi. Hilolga qaraganimda xursand bo'laman. Ko'tarinkilikni beradi. Yurtimiz bayrog'iga qaraganimda ham hilol turadi, bilasiz. Bir ajoyib holat bu.
Shuning uchun ham hilolni nimaga o'xshatasiz deganda hilol nashri hilolga o'xshataman. Hamisha mana shunday yorug'lik, poklik, bir soflik saqlanib qolsin hamisha. Ustozimiz Shayx Muhammad Avvomani gaplari bor. Hilol hammamizga ma'lum 3 kunlik oy. U kishi har safar ko'rishganimizda hal soral hilalu badran deydilar. Ya'ni hilol to'lin oy bo'ldimi deydilar. Ya'ni inshaalloh ustozimiz yaxshi niyat bilan hilol deb atagan nashriyot nomi hilol bo'lib qolsa ham o'zi bir to'lin oyga aylanish yo'lida inshaalloh ulug'larimizni duolari, xalqimizni duosi, xalqimizni dinimizga bo'lgan ishtiyoqi uni 3 kunlik oydan to'lin oyga xizmat qilib aylanishiga inshaalloh sabab bo'ladi deb o'ylaymiz. Kelajakda shunaqa bir to'lin oy bo'lib, nur sochib, ma'rifat sochib yuradigan bir nashriyot bo'lishligini Alloh taolodan so'rab qolamiz. Qadrli kitobxonlar, qo'limda 2 kitob, lekin ularning biri haqiqiy kitob, biri esa oddiygina qog'ozlar to'plami. Hilol nashr jamoasi bunday oppoqqina qog'ozlar to'plamidan bu kabi foydali ilmlar manbai bo'lgan kitoblarni tayyorlash uchun bor imkoniyatlarini sarflamoqda. Demak, bu kabi ichida hech narsasi yo'q qog'ozlar to'plamidan hech kimga foyda yo'q. Bundan esa ham dunyoyimiz, ham oxiratimiz uchun kerakli bo'lgan ilmlarni, ma'lumotlarni topamiz. Endi siz ham bunga javoban kitoblarni o'qib, amal qilib, xalqimiz, yurtimiz, millatimiz, dinimiz ravnaqi uchun bor kuchingizni sarflasangiz, inshaalloh maqsad hosil bo'ladi. Alloh taolo ilm yo'lidagi qadamlarimizni sobit qilsin. Bu yo'lda esa Hilol nashr doim hamrohingiz bo'ladi. Musulmon millati, musulmon xalqi kitob yozish, kitob o'qishni o'zini eng faxrli burchlaridan biri deb bilishgan. O'zini madaniy saviyasini, ma'rifiy saviyasini, diniy, dunyoviy saviyasini yuqori ko'tarishda kitob eng muhim omil deb bilishgan. Hozirda ham ana shu holat bo'lishi kerak.